limitni bilaman desam ham, bilmayman desam ham xato kelib chiqyapti. O'quv markazi ochmoqchi bo'lgan odam sizga o'xshab birinchi o'qituvchilikdan boshlash kerakmi? Endi birinchi Ozodbek ancha kattaroq, ancha tezroq o'sadi. Bizda ham xatolar ko'p, qaysi birini aytay? Bahana qolmadi umuman o'quvchilarga writingdan baland olmaslik uchun. Podkast eshitaman, faqat ingliz tilini o'rganish uchun emas. Hech qaysi sohada topolmaydi bunaqa pulni. Agar o'rganmasangiz, miya o'lishni boshlaydi. Dota xotindan vafodor. O'tgan safar feminizm haqida tortishyapman ChatGPT bilan. Qizlarning ko'payganligiga sabab ham shu bo'lsa kerak. Bunaqa yomon insofsiz kompaniya. Men o'zimni misol uchun yaratuvchi inson sifatida ko'raman. Nimaga doridan qutula olmayapmiz? Men ham o'tirib qolganman. Siz boshqa markazlarni yeyishingizga to'g'ri keladi yoki ular sizni yeydi. Shunaqa narsalarni eshitganman, endi aytishga uyalasi kelmaydi. O'zi ilmni tatbiq qilmaydiganlar haqida Qur'onda ham eshakka solishtirilganda. Qattiqli zo'rtishibdi shu feministlar. Poyezdda 3 soat tortishib keldik shu mavzuda. Mijozlardan pul o'g'irlaganlik holati bo'lgan. Yoki qancha vaqtda o'quv markazi ochib, uni foydaga chiqarib olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bugungi Kitobxon kundaligi podkastining mehmoni Ulug'bek Yusupov, Andijondagi eng katta o'quv markazlaridan biri, Proper o'quv markazining asoschisi va meni yaqin akaxonim Ulug'bek aka, xush kelibsiz podkastimizga. Rahmat. Adashmasam 9-son va 2025-yildagi oxirgi podkastimiz. Bugun siz bilan kompyuter o'yinlari haqida gaplashamiz. Qiziq mavzu. Dota 1, balkim shaxmat haqida. Lekin boshlanishiga Proper o'quv markazidan boshlasak, bu o'quv markazida qachon ochgansiz va hozirda ko'rinishi qanaqa? Birinchi marta 2018-yili ochganmiz, lekin u vaqtda o'quv markaz sifatida emas, asosan o'qituvchi sifatida ochilgan, ya'ni ingliz tilidan dars berib boshlaganman. Keyin o'rtada karantin bo'lgan, ya'ni karantingacha o'sha o'quv markazi nomi berilib, o'quv markaz sifatida yurishni boshlaganmiz. Asosiy faoliyat karantindan keyin boshlangan. Ya'ni karantindan keyin yana qaytilgan. O'sha vaqtda o'quv markaz nomini Proper Educationdan Proper English Schoolga o'zgartirganmiz. Ya'ni bizda avval qo'shimcha fanlar bor edi, misol uchun rus tili, koreys tili, yana boshqa qo'shimcha fanlar. Shularning hammasini erase, ya'ni o'chirib yuborib polni, faqatgina ingliz tili qolgan. Ya'ni bittagina ingliz tiliga fokus berganmiz. O'shuning uchun ham o'quv markaz nomini Proper English School deb o'zgartirganmiz. Shundan beri o'quv markaz faoliyatdamiz. Har yili 2 barobardan multiply qilib o'sib ketyapmiz. Shunaqa. Nimaga boshqa fanlarni o'rgansizlar? O'sha vaqtda adashmasam McDonald'sda kinosini ko'rganman. Kinosda shunda hamma yo'g'ini hisob-kitob qiladida, qarasa 80% foydasi, 80% kelayotgan pul faqatgina burgerdan kelar ekan. Keyin aytadi, "Davayte faqatgina burger sotamiz, boshqa hamma narsani menyudan olib tashladi" deydi. Faqat burgerga urg'u beradi. Keyin biz ham shuni kopiya qilmoqchi ekanmiz. Qaytarmoqchi ekanmiz. Essentialism kitobini ham o'qigan ekansiz, kanalingizda yozuvdingiz ekan. U ham ta'sir qilmaganmi bu yerda? U ham undan keyin o'qiganman. Ya'ni faqatgina ingliz tilini qoldirib boshqa fanni chiqarib olganimizdan keyin o'qiganman. Shunda ham o'sha narsaga urg'u bergan. Ya'ni boshlanishida kengaygan vaqtda faqatgina bitta narsani tanlab olib, o'sha vertikal o'sishga urg'u berishdi aytgan. Lekin hamma fanda bir xilda olib ketadigan o'quv markazlari ham bor-ku, masalan, Registon. Uni ham eplasa bo'ladi, faqat qaysidir darajaga yetgandan keyin. Ya'ni bitta sohada yetarlicha nish olib, ya'ni yetarlicha aytaylik, mana bizning sohamizda o'quvchi yig'gandan keyin ikkinchi yoki uchinchi fanlarni qo'shsa bo'ladi. Lekin boshlanishida faqat fokus bittaga bo'lishi kerak. Chunki ikkita uchta narsaga fokus qilganda birinchidan vaqtingiz ham yetmaydi, ikkinchidan resurs, ya'ni pulingiz ham yetmaydi. O'shuning uchun ham faqat bitta narsa tanlanib, bitta narsaga ishlanadi. Keyinchalik ikkinchi, uchinchisi. Misol uchun Yandexga qarang, ya'ni O'zbekistonga kirganda faqat taksi bilan kirgan. Keyin bir chekkadan boshqa narsalar, skuter, hozir Yandex Market, undan keyin boshqa narsalar qo'shilib ketgan. Hozir qarasangiz, 10 dan ortiq servisi bor Yandexning o'zini. Xuddi shunga o'xshagan narsa, faqat bitta narsaga urg'u berasiz. Boshda keyinchalik ikkinchi, uchinchi narsalarni qo'shasiz. Shunaqa fikr. Karantin paytida filial faqat bittamidi? Nechta odam ishlagan Properda o'shanda?
Karantin vaqtida 5 kishi ishlaganmiz. 3 ta 4 ta o'qituvchi va bitta o'sha administrator ishlagan. Shu holatda yetganmiz karantindan oldin. Endi karantindan keyin hozirgi holatimiz 100 dan ortiq xodim ishlaydigan markazga aylanganmiz. Hmm. O'quv markaz yuritish uchun sizda tajribangiz bilan bo'lishsangiz, ya'ni masalan qanaqa xatolarga yo'l qo'ygansiz yoki nimalarni o'rgandingiz, asosiy nuqtalar nima? Mendagi asosiy tajriba o'zim o'qituvchi bo'lganman. Shundan kelib chiqqan deb o'ylayman. Ya'ni o'qituvchilarni tushunaman va misol uchun o'quv markaz sohasiga ham o'qituvchi tomonlama, ham biznes tomonlama qaray olaman. Ya'ni faqatgina bittasini tanlab turib, ikkinchisini o'ldirib qo'ymayman. Ya'ni ham biznes rivojlansin, ham o'qituvchiga eng maksimum darajada komfort, dars o'tish uchun bolaga eng maksimum darajada qulaylik va shu bilan birgalikda biznes sifatida kengayishga ham nima deydi, poydevorlarni birma-bir qurib ketsak bo'ladi. Shu narsa. Ya'ni o'quv markazi ochmoqchi bo'lgan odam sizga o'xshab birinchi o'qituvchilikdan boshlash kerakmi? O'qituvchilikdan boshlasa yaxshi. O'zi umuman любой sohani, ya'ni qanday sohani boshlashingizdan qat'iy nazar, o'sha boshlayotgan sohangizni bilishingiz kerak. Agar bilmasangiz, u sohaga kirishingizdan foyda yo'q-da. Birinchi o'sha sohani qanchadir bilib, undan keyin o'sha sohada biznes qilsangiz bo'ladi. Lekin birorta odamni bilmayman, ya'ni o'sha sohadan umuman xabari yo'q, lekin shu sohada zo'r biznesi bor. Qancha odamni bilsam, o'sha biznes qilayotgan odamlarni o'zini sohasini yaxshi biladi. Undan keyin o'sha sohasida biznes qiladi. Endi lekin o'sha sohada ishlash shartmi aynan? Qiziqsa shuni o'zi yetarli emasmi? Masalan, men kofexona ochmoqchiman, haqiqatdan Andijonda cho'tki qilib, qanaqadir qahvaxona ochsamda, vibe'lari kuchli, lekin bunday o'pitim yo'q. Hech baristalik qilmaganman, kofexonalarda ishlamaganman. Eplasa bo'ladi, menimcha boshda qiynalasiz. Ancha qiynalasiz o'sha sohada bilim kamligi uchun. Ikkita holatni taqqoslasangiz, misol uchun bittasi Ozodbek, shu sohada bilimi bor va shu sohaga qiziqadi, biznes qilyapti. Ikkinchi holatda Ozodbek bu sohada bilimi yo'q, lekin katta qiziqishi bor. Endi birinchi Ozodbek ancha kattaroq, ancha tezroq o'sadi ikkinchisiga qaraganda. Chunki ikkinchi holatda siz ko'p xato qilasiz. Chunki hamma narsani test qilib ko'rishingiz kerak. Bir narsa ishlaydi, ikkinchi narsa ishlamaydi. Hamma narsani qilib ko'rganim vaqt ketadi, pul ketadi. Endi men aytmoqchi bo'lganim, kofeni iste'molchi sifatida bilaman-ku, ya'ni qanaqa bo'lish kerakligi, bu kofeni bu kamchiligi bor, bu kofeni bu kamchiligi bor. Agarda shunaqangi qahvaxona bo'lsa edi, zo'r bo'lardi deb turib. Lekin baribir ham tajriba kerakmi? Albatta. Albatta, ikkalasiga ham tajriba kerak deb o'ylayman. Ya'ni user sifatida, ya'ni foydalanuvchi sifatida faqat tangani bir tomonini ko'rasiz xolos-da. Tangani ikkinchi tomonini ko'rgani, menimcha albatta o'sha sohada tajribasi bo'lishi kerak. Chunki tangani birinchi tomoni polniy boshqacha, ikkinchi tomoni butunlay boshqacha bo'ladi. Tushunarli. Xatolaringiz, ya'ni o'quv markaz yuritishda qanaqa xatolarga yo'l qo'ygansiz? Qanaqa xatolar qilganmiz? Xatolar ko'p bo'ladi o'zi. Ketma-ket biznes qilish xatolardan iborat. Ko'p xato qilasiz va shu xatolarning orqasidan o'rganasiz. Shu orqali rivojlanasiz. U degani qancha ko'p rivojlanasiz, shuncha ko'p xato qilasiz degani. Bizda ham xatolar ko'p, qaysi birini aytaylik? Faraz qiling, mana boshqatdan ochyapsiz-da properni. Ya'ni nima xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lardingiz bu safar? Xo'p, birinchi properni ochgan vaqtimizda xodimlarimizga ishonardik. O'shuning uchun joylar kameralashtirilmagan edi. Xo'p, keyin bitta holat bo'ldi. O'sha qabulxonaga qo'ygan xodimamiz shunaqa holat bo'lgan. Mijozlardan pul o'g'irlaganlik holati bo'lgan. Shu xatoni deb hamma filiallarimizni kameraga o'tkazishga majbur ekanmiz. Hozir o'ylayman, bu ishni u xato takrorlanmasdan oldin qilishim kerak ekan deb o'ylayman. Men ayta oladiganligi eng katta xato shu bo'lgan.
Ya'ni buni avval ham qilsam bo'lardi. Lekin o'sha xatodan keyin ko'zim ochilib turib, undan keyin qilganmiz. Shu asosan qiziq bo'ladigan xatolar. O'zi o'quv markaz sohasi saturated emasmi? O'zbekiston bo'ylab, ya'ni o'quv markazlari o'ta ko'payib ketmaganmi? Hozir normallashdi deb o'ylayman. 1 yil, 2 yil oldin o'quv markazlar soni, o'quv markaziga bo'lgan talab o'sishdi edi. Hozir bu narsa bir xillashib qoldi deb o'ylayman. Bu narsani IELTS topshiruvchilar sonida ham ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni Bugun ko'rdik-a? Ko'rdingizmi? ko'rdik. Plato bo'libdi-ya o'sha. Shu paytgacha o'sib kelgan, ya'ni oxirgi 5 yil davomida 2024-2025 yillarda bir xil raqamda qolgan. U degani bozor ham nisbatan to'yingan, o'quv markazlariga ham, ularga keladigan mijozlar ham bir xil raqamda qotgan. Shunaqa. Ya'ni avval o'syatuvdi, hozir unaqa emas. Hozir qanaqa periodda kichkina rivojlanmagan yoki sistemalashmagan o'quv markazlar birin-ketin bozordan chiqib ketyapti-da, katta o'quv markazlar qolyapti. Hozir shunaqa paytda. O'zi любой biznes modelda ham shu tendensiya kuzatiladi ekan, ya'ni katta aggregate biznes qoladi ekanda, keyin kichkina unique niche bizneslar qoladi ekan. Shunaqa. Masalan, Amazon katta, слишком katta. O'rtada hech kim qolmaydi ekanda. Ya'ni yoki siz слишком katta o'quv markazi bo'lishingiz kerak, yoki qanaqadir unikalniy taklifingiz bo'lishi kerak, boshqa hech kimda yo'q bo'lgan. Shunaqa, xuddi shunaqa. O'rtada go'sht yo'q ekanda. Vaqtinchalik bo'ladi. Keyin rivojlanganingiz sari yoki siz boshqa markazlarni yeyishingizga to'g'ri keladi, yoki ular sizni yeydi. Changalzor qonun deydi-ku. Shunaqa. Men ishlagan o'quv markazida ham mana shu IELTS zone bilan bitta bo'lib ketganda, GET degan o'quv markazida 5 yil ishlaganman. O'rtacha o'quv markazida o'quvchilari ko'p edi. Aniq esimda yo'q. 1000 tacha o'quvchisi bormidi ekan deymanda. Shu IELTS zone bilan birlashib ketdi. Shunaqa markaz sistemalashgan sayin boshqa kichkina markazlarni sekin-sekin yoki sotib oladi yoki o'ziga oladi. Kichkina o'quv markazlaridan qanaqa ustun tarafi bor katta o'quv markazlarini? Yagona ustun tomoni sistema bo'ladi. Ya'ni kichkina markazlarda xatolar qilinmagan bo'ladi-da, ya'ni har bitta xato qilinganda yechim izlanadi. Katta markazlarda hamma xatolar, ya'ni ko'p xatolar deylik, qilinib bo'lingan bo'ladi-da, ya'ni birorta xato sodir bo'lishiga uning yechimi tayyor turadi. Shu farqi, yagona farq. Ya'ni muammolarni yechishda tezlikmi bu yo tajriba? Muammolarni yechishda tezlik. Ha. Misol uchun, agarda siz o'quv markaz sohasida aytaylik o'quvchisiz, o'quvchiga misol uchun nima deydi, sistemalashgan va sistemalashmagan o'quv markazining farqi, o'quvchida duch keladigan hamma muammoga sistemalashgan o'quv markazida javob tayyor turadi. Ya'ni agarda bu muammo bo'lsa, bu ishni qilamiz degan narsa. Sistemalashmaganda yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Agarda yaxshi vaqtga to'g'ri kelsa, yaxshi, unda yaxshi ta'lim oladi. Agarda yaxshi vaqtiga to'g'ri kelmasa, unda qandaydir muammolar bilan boshqa markazga o'tishga to'g'ri keladi. Misol uchun bir safar boradida, aytaylik mana o'qituvchi, aytaylik ayol kishi dekretga ketadi yoki markaz bilan shartnomasi bo'lmaydi, xohlagan vaqtda shundoq kursini to'xtatib turib chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa markaz qaysidir sabablarga ko'ra vaqtinchalik yopiladi, bir haftaga yoki boshqaga deylik, svet tomonlama yoki remont qilinishi mumkin. Shunga o'xshagan narsada. Sistemalashgan markazda bunga o'xshagan muammolar bo'lmaydi. Yoki qayergadir kursga boryapsizda, siz yozilgan vaqtda umuman aytaylik gruppada bo'sh joy yo'q. Sistemalashgan markazda bunaqa narsa bo'lmaydi. Ya'ni mijozlar kelyaptimi, u yoqqa mos, o'ziga qulay bo'ladigan vaqt, gruppa har doim topiladi. Ya'ni uzoq kutib qolmaysiz. Shunaqa. Andijonga Internation yaqinda kirib keldi. Shu Internationning kirib kelishiga qanaqa qaraysiz? Juda pozitiv. Kirib kelgan zo'r bo'ldi. Men ham shunaqa dedim. Katta o'quv markazlari bilan tortishib turishsin dedim. Competition har doim yaxshi. Ya'ni competition bo'lsagina rivojlanamiz. Internation bilan o'ylayman, o'rganadigan narsalarimiz ko'p ulardan. Xo'p, Andijonga kirganligi ham bu bitta pozitiv narsa. Eng katta bitta pozitiv holati o'ylayman.
Xo'p, aholida o'quv kurslariga bo'lgan, o'quv kurslarini narxiga bo'lgan qarashlarini nisbatan o'zgartirib beradi. Misol uchun bizda narx Andijondagi top narxlardan biri bo'lsa, mijozlar keladi, haliyam ozgina narxinglar qimmat deydi. Aytaylik, mana Andijonga international aytaylik mana 800 ming yoki qanchadir narx bilan kirib kelsa, u narxni eshitgandan keyin mijozlarda значит uni oldida bu narx, ya'ni properdagi narx unchalik qimmatmas ekan degan konsepsiyani olib keladi. Eng katta foydasi shu. It gives them perspective. Albatta. Xuddi shu narsa. International kirmasdan oldin ozgina vahima bo'lgan Andijonda. Shunaqa kirarkan headhunting bo'lishi mumkin yoki o'qituvchilar o'tib ketib qolishi mumkin yoki boshqa deganday. O'sha vaqtda ham haligi calm, nima deydi, sokin edim. Ha, kirgani yaxshi. Bo'ldimi shunaqa? O'qituvchilar o'tib ketdimi? Yo'q, bizdan o'tib ketgani yo'q. Balkim ulardan o'tgandir, lekin shaxsan biz o'zimizdan o'tib ketgani yo'q o'qituvchilar va kirgani yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Yaxshi, standartlar oshsa yaxshida. Standartni bittaga ko'tarib beradi. Shunaqa, to'g'ri. Endi menimcha yosh eshitayotgan odamga katta dilemma bor. Endi katta dilemma emas u. O'quv markazida ishlash yaxshiroqmi yoki u odam ozgina pul to'plab turib, o'zi o'quv markaz ochib turib, masalan, o'zi biznes yuritgani yaxshiroq bo'ladimi? Chunki yoki qancha vaqtda o'quv markaz ochib, uni foydaga chiqarib olsa bo'ladi? Xo'p, avvalambor o'quv markazi ochish uchun nima kerak? Birinchisi, shu sohada bilim kerak. Ikkinchisi, biznes yuritishga bilim kerak. Endi odamlar bor, maza qilib dars o'tishni xohlaydi. Ularning qonida o'zi o'qituvchilik bor. Shundoq kelajakka qarab aytadi, men 50 yoshda ham o'zim o'qituvchi sifatida tasavvur qila olmayman. Xalqqa, ummatga men o'qituvchi sifatida qanaqadir contribution bera olmayman deb o'ylaydi. Ular o'qituvchi sifatida qolgani yaxshi. Chunki ularga ortiqcha bosh og'riq, uni markaz sifatida, biznes sifatida yuritish. Endi kimlardadir, ya'ni o'ta kam sonli odamlarda ham o'qituvchi sifatida, ham biznes yurituvchi odam sifatida nima deydi, ham o'qituvchi sifatida, ham biznes yurituvchi sifatida ishlab keta oladi. Ya'ni ikkalasiga ham talant bor. Endi unaqa odamlar o'quv markazi ochsa bo'ladi. Lekin birinchi tipdagi odam bo'lsa, jimgina o'zini ishlayotgan joyda maza qilib darsini o'tgani yaxshi. Chunki yaxshi o'qituvchilarga o'ylayman Andijonda ham 20 milliondan ortiq oylik talab nima deydi berishyapti. Shunaqa O'zbekistonda eng oyligi baland, eng kam ko'nikma talab qiladigan ish shu ingliz tilidan dars berish shekilliga. Shunaqa deb o'ylayman. Shunga hamma qiziqib qoldi. Yaqinda bittasi Instagram Reel'da aytayapti, IELTS lar 6,5 bo'lsa yetadi, nima qilasizlar, IELTS baland olaman deb turib. Bir tarafdan to'g'ri, gapiga qo'shilaman, boshqa masalan sohaga, boshqa soha egasi bo'lsa, doktor bo'lsa u odam. Lekin ikkinchi tomondan qaysi boshqa professiyada ular 2-3 ming dollar topa oladi? Shunaqa. Uni credentiallari bilan. Deyarli credential yo'qda. To'g'rimi? Masalan, 5-6 oy dars bergan bo'lsa, IELTS 8-7,5 bo'lsa, menimcha boshqa sohada unaqa pul topa olmaydi-da, O'zbekiston sharoitida. Shunga ko'pchilik IELTS ga qiziqyapti. Yaxshi o'qituvchi bo'lsangiz, aytaylik mana Andijondagi sharoit bilan taqqoslaydigan bo'lsak, 20 million topish hech narsa emas-da, eplasa bo'ladi. Qanaqa ahvolda topasiz? Ya'ni qiynalib, ertalabdan kechgacha ishlamasdan topmaysiz-da. Kuniga o'ylayman maksimum 8 soat ishlaysiz. Haftada 6 kun ish. Misol uchun normal ish soati xuddi shunaqa ishlab turib shuncha pul topishingiz mumkin. O'ylamayman buncha pulni birorta aytaylik oddiy sohadagi davlat ishida topsa bo'ladi. Hech qaysi sohada topa olmaydi bunaqa pulni. Biznes qilib ham buncha pul topish oson deb o'ylamayman. Biznes qilib ham o'ylayman yillarni ketkizib, biznes kengaygandan keyingina shuncha pul topish mumkin deb o'ylayman. Ungacha lekin o'qituvchilik, agar yaxshi o'qituvchi bo'ladigan bo'lsangiz, shuni o'zi yaxshi. Lekin ingliz tilidan dars berish, IELTS dan dars berish ko'pchilik uchun asosiy karyera emas, tramplin sifatida, ya'ni vaqtinchalik ish bo'lib qolgan. Ko'pchilik uchun deb o'ylamayman, lekin shunaqa odamlar ko'p. Bizda bitta qadriyat bor. O'quv markazida biz o'qituvchilarni, ya'ni xodimlarimizni birinchi o'ringa qo'yamiz va ulardan ham o'z navbatida o'zining kasbini birinchi o'ringa qo'yishligini kutamiz. O'shuning uchun ham o'quv markazimizga
nima deydi haligi 2 oy ishlab turib keyin chetga ketaman yoki 1 yil ishlab turib keyin chetga ketmoqchiman yoki hozir magistraturada o'qiyman, magistraturani bitirgunimcha sizlarda ishlab turay, undan keyin o'zim sohaga o'tib ketaman. Ya'ni siz aytgandek o'zini hayotdagi asosiy maqsad emas, bu yoqda asosiy maqsadiga eltuvchi pul topib tursa bo'ladigan bitta yo'l sifatida qaraydigan Side quest. Side questda birorta unaqa xodim yo'q o'quv markazimizda. Ya'ni shu narsa Lekin u odamlar qari bo'lganda nima qiladi? Masalan, retirement plani yo'q-ku. qaysi odamlar? Mana shu IELTS sohasida yurgan deylik, 5-10 yildan beri dars berib yurgan odamlar qachondir ishdan ketgisi keladi-yu baribir ham, to'g'rimi? Mental exhaustion, charchab bo'ldi deb turib. O'ylayman O'zbekiston aholisi o'sib borayotgan davlat. U degani har doim yoshlarga yaratilayotgan nima deydi, misol uchun yoshlarga kerak bo'ladigan narsalar, ta'lim. Xo'p, oddiy ta'limni olaylik. Ya'ni ta'limga bo'lgan talab har doim o'sib boradi deb o'ylayman. Misol uchun hozir aytaylik mana 20 mingta odam o'qisa Andijonda deylik, o'sha narsa yillar mobaynida o'sib ketadi deb o'ylayman. Shu tufayli o'qituvchilarga bo'lgan talab har doim bo'ladi. Uni turi o'zgarishi mumkin. Misol uchun hozir siz aytayotgandek IELTS yoki ingliz tili o'qituvchilari o'quv markazida ishlayotgan bo'lishi mumkin. Vaqti kelib turib uni forma o'zgarar. Balki maktablarda ishlashar. Balkim bilmaymiz 30 yildan keyin nima sodir bo'ladi. Balkim 30 yildan keyin kollejlar ochilar. Balkim kollejlarda ishlashar. Balkim universitetlar ko'payar va universitetlarda ishlashar. Ya'ni o'zini hohlatiga qarab. O'ylamayman kimdir misol uchun biror sohaga kirib turib, men bu sohada umrim oxirigacha ishlamoqchi emasman. Lekin hozir shu sohada ishlamoqchiman deyish yaxshi deb o'ylamayman. U sohada bunday zo'r progress qilmaydi bunaqa odamlar. Naval Ravikantni bitta gapi bor. It takes 10 years to build a career in anything degan. Shunaqa. Ya'ni любой sohada karyera qurish uchun 10 yil ketadi. Be patient. Agree. Shunaqa 10 yil atrofida vaqt ketsa. 10 yil atrofida ketsa kerak, Yaxshi, endi zo'r o'quv markazingizga rivoj tilayman. Qiziq mavzularga o'tamiz. Bundan ham kattaroq, ya'ni rejalaringizni aytib berdingiz, kameraga aytmayman, mayli. 2026-yil ko'ramiz, nasib qilsin. Inshaalloh. Ko'rish kattaroq, ya'ni ham proyektlarni. Kanalingiz ham bor. Kanalingiz haqida ham ozgina to'xtalib o'tsak, Road Podcast deganmi? Bir paytlar 5000 ta obunachisi bo'lgan ekan. Bir vaqtlar. Necha yildan beri yuritasiz u kanalda? O'zingiz yuritmay qo'ygandirsiz hozir? Yo'q. Road Podcast yaratilganligi 3 yildan oshdi. 3 yil, menimcha salkam 4 yil bo'lsa kerak. Hozir nechta obunachisi? Hozir oxirgi marta qaraganimda adashmasam 96 mingta bor edi. 96 mingta obunachi. Wow. Aktivlik birga bir emas. O'zi podcast kanallari nisbatan ancha past yuradi aktivlik. Yil sayin oshib boryapti. Любой kanalda ham shunaqa, Telegram, iOS kanallarda ham menimcha 10-15% bo'lsa kerak aktivlik. Yes, shunaqa. U ilhom qayerdan kelgan u kanalga? Road Podcast karantindan keyin kelgan. O'sha vaqtda o'zim ingliz tili o'rgangan paytlarni eslaganman. Ingliz tili o'rganayotgan vaqtimda ko'proq marshrutkada qatnardim. U vaqtda podcastlar tinglardim va podcastlarni subtitli ozgina muammo edi. Ya'ni eshitardim-u, lekin nimani eshitayotganligimni bilmasdim. Podcastlarning transkripti bo'lardi, lekin telefonda qaraydigan bo'lsangiz, juda ham kichkina, ya'ni mashinada ham podcast eshitib, ham transkriptni qarab o'qib ketish iloji yo'q edi. O'sha vaqtda o'ylaganmiz, shunday podcast bo'lsa-ki, ham eshitib, ham bir vaqtni o'zida ko'rib o'qib ketsa bo'ladigan deb. O'shuning uchun ham Road Podcastni audion tagidagi PDF faylga kiradigan bo'lsangiz, u yerda katta qilib yozilgan, ya'ni telefonda shunday ochadigan bo'lsangiz, bemalol o'qib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni chiroyli qilib odamni ko'zini og'ritmaydigan qilib turib qilingan. Ya'ni orqa fon polniy oqmas, ya'ni seriyroq qilib turib ishlangan.
U ham foyda beradi. U ham foyda beradi, ha. O'shandan beri har kuni Yo, serifon foyda beradi. albatta. Ya'ni oqdan ko'ra ko'zni kamroq charchatadi-da. Tekshirib ko'rish kerak. Sounds like bro science, but yeah, okay. Yes. Yaxshi. Hozir ham eshitib turasizmi podkast? Podkast eshitaman, faqat ingliz tilini o'rganish uchun emas. Qiziqish uchun. Qiziqish uchun, Qaysi biron narsa podkastlarni o'rganish ko'proq uchun. eshitasiz? Oxirgi eshitgan podkastingiz. Biznesga aloqadorlarni eshitaman. Ba'zi Joe Roganni ba'zi host nima deydi, mehmonlari bor, biznesga aloqador. Misol uchun yaqinda Nvidia'niki keldi CEOsi. Hop, shunga o'xshagan podkastlarni eshitaman. Lex Fridman. Umuman eplab bo'lmayapti shu kompaniyani. Qaydan unaqa ko'tarilib ketyapti aktivlari? AI bilan birgalikda bo'lsa kerak. U ham bubble portlagungacha-da. Lekin OpenAIda umuman profiti yo'q ekan-a? Da. Shunga hayronman-da. Qachon haligi portlashini kutib yotgan bombaga o'xshaydi-da. Вообще stoklari oshib ketdi boru. Men unaqa kompaniyani tushunmayapman-da. Hali nima qiladi o'zi bu kompaniya? Lekin bo'lgan yaxshi deb o'ylayman. Endi u kompaniyaga investitsiya qilgan bo'lsangiz, xavotir olishingiz mumkin. Ya'ni kelajagi nima bo'larkan deb. Lekin user sifatida AIda chiqqani menimcha 90-95% polniy pozitiv bo'ldi deb o'ylayman. Misol uchun, men hozir IT o'rganyapman. ITga oid hamma savolga javob bor-da. Ya'ni kodingni umuman tushunmasangiz ham, oddiygina logikasini ishlab chiqib turib, aytaylik ChatGPT bo'lsa, ChatGPTga siz to'g'ri tushuntirib bera olsangiz, siz xohlayotgan narsani yasab bera oladi-da. Ya'ni mayda narsalarga, aytaylik mana koderlarga yoki programmistlarga murojaat qilishga unaqa ham yo'q, ehtiyoj ham yo'q. ChatGPT misol uchun, albatta. Lekin juda ChatGPT nimada? Left leaning-da, mana shu polniy qadriyatlari, liberal qadriyatlarda umuman bir nima desa bo'ladi? Aniq javob bermaydi. Yo'q, aniq javob bermaydi emas. O'tgan safar tortishyapman, ko'p debat qilib turaman-da. Ya'ni o'zim fikrlarimni beraman. Uni shunga qarshi fikrlarni eshitib, o'zimni fikrlarimni yana ham nima qilaman-da. Nima desa bo'ladi? To'g'irlab, yaxshilab, o'tgan safar feminizm haqida tortishyapman ChatGPT bilan. Endi ChatGPT o'ta left leaning-da. Mana shu o'rta ham emasda, o'rtaroq chap emasda, chap tomonda oxiriga borib olgan. Savolni qarang. ChatGPTga aytyapman. Qaysi davlatda feminizm avji olgan, ya'ni juda ham tarqab ketganda, lekin u davlatda LGBT yo'q deyapman. Oddiy savol. Ya'ni shunaqangi davlat ko'rsat menga, u yerda feminizm bo'lsin, lekin LGBT bo'lmasin. Bor shunaqa davlatlar deyapti. Men hayron qoldim. Qaysi davlat bor ekan deyapman. Xo'p, qaysi davlatlar? Qarang, javoblarni qarang. Eron. Endi oshirib yubording ChatGPT, qarang, u mana shu lishbi chap tomonda tarafini olishda. Lishbi shu liberal qadriyatlarni tarafini olish. Hech o'ng tomonga o'tkiz kelmaydi-da. Ikkinchi davlat Saudiya Arabiston. Qarang, feminizm avjiga chiqqan deyapti shu davlatlarda. Eron bilan Saudiya Arabiston. Bo'lmasa obyektivniy, agarda biasi bo'lmasa, obyektivniy tarafsiz fikrlaydigan bo'lsa, nima deb javob berish kerak edi? Yo'q unaqa davlat. Dunyo bo'ylab unaqa davlat yo'qki, feminizm bor, lekin LGBT yo'q. Bir kuni Telegramda tortishyapman. Ko'p tortishib turaman-da zerikkanimda. Hot take tashab turib, endi esimda aniq post esimda yo'q-u, pastdagi tortishuvlar esimda bor. Bitta qiz bola shekilli tortishyapti, feminizm tarafini olyapti. Bunaqa feministlar bizga ayollarning oyligini ko'tarib bergan. Unaqa qilgan, bunaqa qilgan deyapti-da. Boshqa qiz yozyapti. Feminizmda nimasi yomon deyapti. Endi birinchisi ashaddiy feminist. Ikkinchisi shunchaki, ya'ni haqiqatda savol beryapti, o'rganmoqchi. Feminizm tagida nima yotadi, g'oyasi nima? Endi feminizmning ham har xil g'oyalari bor. Birinchi oqim, ikkinchi oqim, radikal feministlar bor, to'g'rimi? Men u qizga aytyapman. Feminism is a stepping stone to LGBT deyapman. Shunaqangi prikol bo'ldiki,
meni izohim tagidanglar ana u birinchi qiz boru feminist qiz. Nima deb yozgan? We should protect the right of lesbians too deb yozib qo'yganda. Haligi bunaqa tasodif emas, haligi prikolda. O'zbekmi? O'zbekdir, bilmayman, lekin ingliz tilida yozishadi-yu. iOS kanali baribir ham. Aha. Haligini screenshot qildimda, ana u ikkinchi qizga tashlab yubordim. Mana ko'rdingmi asoratini? Ya'ni bitta izohda men aytayapman, feminizmdan orqasidan LGBT keladi deyapman-da, Tagida proof turibdi. tagida proof turibdi. Unaqa turibdi telefonimda. Postga o'chirib yuborganman, chunki har doim o'zbeklar tortishib ketsa, nima bilan tugaydi? Name calling bilan tugatdi. Bir-birini shaxsiyatiga o'tib, so'kib, unaqa. Lekin o'sha screenshot turibdi. Shunaqa ChatGPT o'ta left leaning-da, Albatta. tarafsiz emas. Ko'p mavzularda. Mavzuyizga qarab, misol uchun yaxshi mavzularda aytaylik, mana biznes sifatida so'rasangiz yoki ideya sifatida so'rasangiz yoki IT sohasida so'rasangiz, yaxshi maqsadlarga xizmat qiladi deb o'ylayman. Zo'r. Har xil savollar berib ko'ramiz. Masalan, eng menga yoqqan savol ChatGPT what masks am I wearing degan savol bergandim, haqiqatda lol qoldirdi. ChatGPT biladi-yu hamma ma'lumotni. Siz masalan what do you know about me deb bersangiz, menimcha hamma yo'qni biladi. Albatta. Hamma yo'q. Stress turadi. Shunaqa. Shundan qo'rqamiz deydi. Keyin what masks am I wearing deb bergandim. Mana shunaqa Ozodbek, sen o'zingdan intelligent odam yasab olgansan. O'zingni aqlli qilib ko'rsatasan. Shunaqa sen o'zingdan aqlli odam yasab olgansan. Gaplaring chuqur deb ko'rsatmoqchisan. Shundan qo'rqasan. You are afraid of not being enough deb. Zo'r. Har xil narsalar qilib ko'rsa bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa. Business plan yaratsa bo'ladi. Personal finance plan, yes. IELTSda ham menimcha shu oshirib yubordi, menimcha. To'qqizlarni ko'payganligi sabab ham shu bo'lsa kerak. Chunki writing tomonlama ancha yordam berdi, speaking tomonlama ancha yordam berdi. Ya'ni oddiy odam nima deydi? Praktik tomonlama umuman yoza olmaydigan narsani yozib beryapti-da. Ya'ni IELTS eng balandi 9 bo'lsa, ya'ni ChatGPT yozib berishi mumkin 10 ballga. 11 ballga yarasha essay yoki speaking answerlarni yozib berishi mumkin-da. Shunaqa. U bilan praktik qilgan odamni speakingga yoki writingga aniq ko'tariladi-da. Aynan. Mana shu oshnam bor, Navoiylik Laziz Atabayev, writingdan 9 olgan. O'zim ham IELTSga tayyorgarlik qilayotganimda uni insholarini o'qiganman-da. O'zimniki bilan solishtirganman. Orada ikkita band farq bor-da. Uniki ancha yaxshi-da. Lekin o'zi aytganman, ChatGPT bilan refine qilganman deb yozib qo'ygan. Men o'zim raw insholarim bilan solishtirganman. Ya'ni under exam conditions 40 minut ichida yozib turib, keyin imtihonga kirib chiqdim writingdan. O'sha task 2dan 8.5 oldim. Task 2ga. Vocabulary 9. Keyin menga tepgan, bu Laziz kanalida ulashayotgan insholar band 9 emas. Ular band 10, band 11. Chunki men undan bitta level pastroq yozib, band 9 olyapman. Vocabularyga 9 olib chiqyapman. Bahana qolmadi umuman o'quvchilarga writingdan baland olmaslik uchun. Albatta. Avval writingda 9 ga 8.5 kam edi. 8.5 bo'lsa wow bo'lardi. Xuddi IELTS 9 ga o'xshab. Hozir o'sha writing 9.5 ko'p. Ikkita xolosu. Xolosmi? Ikkita xolosu. Bu ham ko'pni definitioniga kiradi. Yo, in theory olsa bo'ladi-da. Yeah. In theory, masalan 60 kun vaqt o'zingga ber, 2 oy vaqt. Bitta hamta CDI report kanalga ulanib oladi. Har kuni bitta task yozib, under exam conditions, orqasidan ChatGPT ga tekshirtiradi. Feedbackini o'rganib, vocabulary'sini yaxshilab, imkon bo'lsa xuddi o'sha inshoni qaytadan yozib ko'rish kerak. From memory, ChatGPT dan o'rgangan narsalari bilan 2 oy shunaqa qilsa writing 1.5 ballga oshmasligini iloji yo'q. Ya'ni siz bilan katta writing score'ni orasida turgan narsa faqat bu sizni laziness, ya'ni erinchoqligi, to'g'rimi?
Albatta. Orqasini ko'tarib ChatGPT bilan ishlasa, Eng qiyin ish aytsa. eng qiyin ish ham shu-ya o'zi. Albatta. O'zini o'zi majbur qilib, o'zi xohlamagan narsaga ishlatish. Siz o'zingiz nimaga majbur qilasiz? Hamma narsaga. Dota o'ynashdan tashqari. O'zi avvalambor nimaga o'zimizni xohlamagan narsalarimizni qilishga majbur qilishimiz kerak. O'zi disiplin xohlaydigan narsangizni doimiy qilishmasda, disiplina o'zi o'zingiz xohlamagan, lekin qilishingiz kerak bo'lgan narsani doimiy qilishligingiz. Misol uchun, qaysidir darajaga yetgandan keyin yangi narsa o'rganishga hojat qolmaydi-da. Misol uchun, u narsani o'rganmasdan ham yashasa bo'ladi. Ya'ni o'rganishlikni hayotingizga bunday real foydasi unchalik ko'p bo'lmaydi. Xo'p, shu vaqtda nima qilasiz? Ya'ni qanday o'rganishingiz mumkin? Shu narsalar ham yangi narsa nima deydi, o'rganishga majbur qilish bo'ladi. Xo'p, savolingizga keladigan bo'lsak, nimalarni o'zim o'rganishga majbur qilaman? Hozir ikkinchi challenge'imdaman. Ya'ni har 3 oyda bir marta bitta challenge o'tkazib turaman. Hozirgi challenge'im IT o'rganish. Challenge'imda har kuni 1 soatdan IT o'rganishim kerak. O'rganmasam 200 ming jarimam bor. Shu orqali o'zimni force qilaman, ya'ni o'zimni majbur qilaman. Chunki bundan ko'ra yaxshiroq yo'lni bilmadim. Ya'ni odam o'zi aytishi mumkin, biron narsani men doimiy qilaman deb. Misol uchun, agar IT o'rganish kerak bo'ladigan bo'lsa, IT o'rganish. Lekin o'zi u narsaga doimiy qiziqib turadigan bo'lmasa yoki u narsani muhitida bo'lmasa, u narsani doimiy olib ketishiga qanaqadir qo'shimcha responsibility, qo'shimcha mas'uliyat kerak. U narsani olishni yo'li bittasi challenge uyushtirish. Misol uchun, agarda qilmasam qanchadir jarima to'layman yoki qanaqadir punishment bo'ladi. Yoki bo'lmasa kimlargadir aytish deb o'ylayman. Misol uchun, men 3 oyda ichida mana bu narsalarni qilaman. Ijtimoiy mas'uliyat. Albatta. Shu orqali odam o'zini majburlasa bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun, zalga chiqish. Odam har kuni ham xohlamaydi, lekin chiqish kerak. Shu ham bittasi. O'zim zalga chiqishga majburlab turaman. Haftada 3 marta. IT nimaga o'rganyapsiz o'zi? Kelajakda o'ylayman, men o'zimni misol uchun yaratuvchi inson sifatida ko'raman. Ya'ni narsalar yaratishni, qilishni yaxshi ko'raman. IT ni ham shuning uchun o'rganmoqchiman. Hali hayotimni qayerda yoki qaysi jabhasida menga foydasi teganini bilmadim. Lekin aniq qachondir, qayerdadir menga foydasi tegadi. Hozir o'rganishni boshlaganimga 2 oydan oshgan bo'lsa, o'quv markazi uchun Telegram bot qildim. Ya'ni o'quv markazimizni HR bo'limi uchun. Misol uchun, siz safimizga qo'shilmoqchisiz, o'quv markaziga shunday ma'lumotlaringizni jo'natasiz, u yerdan ma'lumotlarni olib bizga chiroyli tartibda tashlab beradigan bot qildim. Hozircha 2 oyning natijasi. Shunga o'xshagan narsalarni balkim o'quv markaziga foydaliroq biror narsa yaratishim mumkin. Balkim kelajakda soham o'zgarishi mumkin. Hali qayerda ishlatishni bilmayman, lekin aniq qachondir qayerdadir kerak bo'ladi. Undan ham muhimrog'i o'zi sizga yoqsa, yoqmasa har doim nimanidir o'rganib turishingiz kerak-da. Agar o'rganmasangiz, miya o'lishni boshlaydi. To'g'ri. Ya'ni misol uchun tez qarishni boshlaysiz. Aytadi-yu, tez qarishni xohlamasang, bolalardek yasha dedi-yu. Bolalar nima qiladi desangiz, ovqatlanish me'yorida, qorni ochgan vaqtda ovqatlanadi, qorni to'ydimi, bo'ldi yemaydi. Birinchisi. Bolalar juda serharakat bo'lishadi. Misol uchun 1,5-2 yoshli bolani kuzatadigan bo'lsangiz, o'ylaysizda sizdan ko'ra taxminan 3-4 barobar ko'p harakat qiladi deb o'ylaysiz. Ya'ni ko'p yuguradi, ko'p kuladi, ko'p o'ynaydi. Bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa, bolalar tinimsiz o'rganadi. Har doim. Ya'ni ularda qiziquvchanlik, qo'rqmaslik eng pikida bo'ladi. Odamlar qaysidir yoshga yetganda, balkim 18, balkim 20, balkim 22 yoshda shu narsalarni birin-ketin yo'qotishni boshlaydi. Ovqatlanish yo'qoladi. Ya'ni qorni to'yguncha ovqatlanadi, vazn yig'ishni boshlaydi, kam harakat bo'ladi va shunda qarab turib, oxirgi marta qachon nimani o'rganganini eslolmaydi. Ya'ni har tomonlama odam chirishni boshlaydi. Shu paytdan boshlab sekin qarishni, o'limga qarab yaqinlashib ketishni boshlaydi.
shu narsa. O'shuning uchun ham har doim nimanidir o'rganishga harakat qilaman. Shu asosiy motiv. Ya'ni yoshimdan Ya'ni balki ITni o'zi ham emasdir, IT ko'nikmas emas u. Aynan shu by productlari, ya'ni disiplina, albatta. mas'uliyat, shunga o'xshagan foydali Tomonlari ko'p. tomonlar emas, nima demoqchi edim? Ya, mayli. Ana, Character development. misol uchun o'zingizga xohlamagan narsani o'zingizga majbur qilasiz-ku. Shunda ham odamda fokus biron narsani o'zingizga yoqsa yoqmasa davom ettirish qobiliyati sekin rivojlanib boradi-da. O'shuning uchun ham disiplina kerak. O'zi mana shu hozir aytgan gapingiz majoziy ma'noda emas, tong ma'noda miyani shunaqangi bir qismi bor ekanki, siz xohlamaydigan narsalarni qilsangiz kattayadi ekanda. Va aynan o'sha miyani o'sha qismi kattaysa, odam ko'proq ham yashaydi ekan. Ko'proq, baxtliroq. Shunaqa. Shunga. Albatta to'g'ri. Shuni ham qayerdadir o'qidim yoki eshitdim. Andrew Huberman'da o'sha podkastida anavi haqida rosa ko'p gapiradi. Anavi kishi bor-u, Can't Hurt Me deb yozgan. David Goggins. David Gogginsning miyasini ochib qarab ko'rishgan ekanda, juda ham katta. Ismini ham bilardim, men noto'g'ri aytmoqchi emasman-da. Bitta xonadoshim bilan video qiluvdik. Rinaxil haqida. Rinaxil burunga sepadigan dori. O'sha o'nniyo dori-da shu. Dunyoda eng o'nniyo dori shu. Kompaniyani o'zi ham biladi. O'sha dorini hamma o'tirib olayotganini. Siz ko'rmaganmisiz hech kimni? U dorini ko'rmadim-ku, lekin bir tanishimda bo'lgan. Xuddi shunga o'xshagan dorini ishlatgan, ya'ni nafas yo'llarini ochish uchun. 2 haftadan keyin shunaqa holat kelgan. U dorini sepmasa, burni bitib qolaveradigan holat kelganda va doktorga borishga majbur bo'lganmiz. Nima bo'lyapti? Ya'ni nimaga doridan qutula olmayapmiz? Daligi qanaqadir addiction bo'lib qolganda. Shunaqa. Keyin shunda aytgan, majbur, boshqa iloji yo'q. Operatsiya emas, bizga og'irroq yo'lni aytgan. 15 kun, 20 kun qiynalasan, sepmaysan, sabr qilasan, keyin to'g'rilanib ketadi. Boshqa iloji yo'q deydi. Shunaqa. Men ham o'tirib qolganman Rinaxilga. Ramazon kelib, Ramazonda qutulganman, Xudoga shukr. Ramazonda sepmaysiz-ku. Akamda nima bo'lgan, u komandirovkaga chekkaro joyga borganda, u yerda Rinaxil yo'q ekan. Aptekalarida iloji yo'q, qutulgan. Lekin mana shu xonadoshimiz 3 marta operatsiya bo'lganda, qarang. Har gal o'sha Rinaxilga o'tirib qolavergan. Rinaxilga o'xshagan dorilar. Chunki o'tda endi meni mexanizmi qanaqa? Burningizni o'zi 100% capacity-da ishlamaydi-da. U dorini sepsangiz, o't ochib yuboradi-da burunda. Keyin shu o't ochib yuborgan holatiga o'rganib qolasiz. Lekin u holati tabiiy holat emas-da. Tabiiy holatda ham unaqa nafas ola olmaysiz-da aslida. Keyin o'tirib qoladi odam. Lekin men upakovkasini ochib, retseptini ko'rdim. Nilza deyapti. Nilza, mumkin emas. Bir haftadan ko'p ishlatish mumkin emas deb qo'ygan retseptida. Aytilgan. Lekin u retseptini necha kishi kim o'qiydi? O'zlari ham biladi mumkin emasligini. Mana shu korobkasini ko'rinadigan joyga yozib qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Nilza использовать без перерыва там, допустим, bir haftadan ko'p ishlatish mumkin emas deb qo'ysa, shuncha odam arzon narsa ham emas-da u. Qimmat. Kamida 30 ming bo'lish kerak. 50 ming, bilmayman aniq. Lekin qimmat dori-da. Qarang. Bunaqa yomon insofsiz kompaniya. Men qoralayman, publichni qoralayman ularni. Lekin video qildik u bola bilan. Mana shunaqa siz gapirib bering, siz birinchi haligi patient zero siz-u. Men gapirsam unchalik foydasi bo'lmasligi mumkin. Endi 3 marta operatsiya qilgan inson sifatida. Xullas bitta qanaqadir terminda tana a'zosini noto'g'ri aytib qo'yganda. I see. Shu bilan mana Rinaxil mavzusiga kirib chiqdik. Alex Hormoziyning gapi bor yoki Naval Ravikantni, odamlar they are not afraid of failing, they are afraid of what people will think if they fail degan. Odamlar yutqizishdan, mag'lubiyatdan qo'rqmaydi. Boshqa odamlar nima deb o'ylashidan qo'rqadi-da. Afsuski shunaqa o'zbekchilikda bor.
bu narsa. Odamlar nima deydi? O'zbekchilikda emas, butun dunyo bo'ylab shunaqa. Bo'lgan menimcha. O'zbek tilida ko'proq deb o'ylayman. Ya'ni ba'zi bir toksik an'analar shu o'zbekchilik bilan kirgan deb o'ylayman. Odamlar nima deydi deb. Ya'ni odamlar nima deydini ham o'zbeklashtirishgan deylik. Ya'ni Instagram sen odamlar nima deydi? Ya'ni chet elda ham bor odamlar nima deydi degan narsa. Ya'ni bizchalik emasda. Chet eldagi odamlar nima deydi mavzusi menimcha adekvatniroq bo'lsa kerak. Chem bizdagidan ko'ra. Ya'ni ular qo'yayotgan u yerda jamiyat qo'yayotgan talab bizda jamiyat qo'yayotgan talabdan ko'ra adekvatniroq. Albatta. Bizda keraksiz narsalarga, keraksiz holatlarga odamlar nima deydi deyish ko'p. Anavi umradan kelgan odamlarga 3 kun, 1 haftalar Mehmon kuzatmasan odamlar nima deydi deb. shu o'limda ham xuddi shu ahvol. Yig'lamasang odamlar nima deydi. Shunaqa narsalarni ham eshitasiz-da даже. Menga qo'shnim aytgan Ozodbek siz sal nimangizni to'g'irlang deganda uyimizda pato bo'lib qolganida, ya'ni don't smile too much degandaqa gap aytganda. Bo'lmasa sabrun jamil degani chiroyli sabr qilish. Nima degani? Chiroyli sabr qilish degani aynan o'sha rozi bo'lishlikda bu narsaga. Fudayl ibn Iyadni o'g'li o'tib qolganda tabassum bilan ko'tarib chiqqan o'g'lini. Men roziman. Allohni shu qazosiga roziman. Yo'q, yig'lashing kerak. Ayollar yig'laydi. Qanday yig'laydi? Ayollar tushunmayman. Shu ko'rdi yig'lavoradi-da. Keragidan ortiq, keragidan ko'p. Universitet muammosi, bosim, mash yoshgacha uylanishing kerak, mash yoshgacha uylanishing kerak degan bosim hozir ancha pastladi deb o'ylayman. Qizlarda lekin ko'p deb o'ylayman. Ya'ni seni tezroq yerga berishimiz kerak. Bundan og'irroq narsa bo'lmasa kerak, ya'ni yoshi o'tib ketayotgan qiz hamma bosim qiladi-da, erga teg. Ha, u qiz ham nima qilsin, normalniy bola kelmasa. Buni plyus minus tomoni bor deb o'ylayman. Minus tomoni ota-ona tomonidan yoki jamiyat tomonidan bosim. Endi ikkinchi tomondan o'ylasangiz, qiz bola yoshi o'tgani sayin aytaylik uni talabgorlari kamayishni boshlaydi. Misol uchun siz aytaylik 26 yoshdasiz. Xo'p, tasavvur qilaylik uylanmagansiz. Hozir necha yoshda xohlaysan desa, aniq bilaman, ranges taxminan 20 dan boshlanadi yoki 19 dan boshlanadi. Bu yog'i 11 sinf. Xo'p, mayli, 18-24 yosh deylik, siz uylanmoqchi bo'lgan ranges. Tasavvur qilaylik, 5 yil o'tdi oradan va uylanmadingiz. Necha yoshda qizni xohlaysiz desam? Same. 18-24. Yana 5 yil o'tdi. Tasavvur qiling, 36 ga kirdingiz. Necha yoshli qizni xohlaysan desa, hali ham 18-24. Shu tomonlama qaraydigan bo'lsak ham, 18 yoshli qizni shoshtirish menimcha xato. Agar mos inson bo'lsa berish to'g'ri, lekin shoshtirgani 18 yosh xato. O'ylayman, 18, 19, 20, 21 yoshgacha nisbatan okey deb o'ylayman. Ya'ni uylanishga yetarli xaridorlar, nima deydi, qiziquvchilar chiqadi. O'sha 23 yoshdan keyin menimcha qiz bolani o'zi ham shoshish kerak deb o'ylayman. Chunki kutgan sayin yaxshi xaridorlar ketib bo'ladi-da. Ya'ni u xohlaydigan odamlarni aytaylik, mana qanaqadir kuyov xohlaydi, 20 yoshli qiz deylik. U xohlaydigan bola u qizni 23 yoshda topishini koeffitsiyenti 24 yoki 25 yoshda topishini koeffitsiyentiga qaraganda ancha ko'proq bo'ladi. Ya'ni rostdan ham o'shunaqa bolani xohlasa 23 yoshda katta ehtimol bilan topadi. 24-25 yoshga qaraganda. Kelayotib tanishimiz Ulug'bekni gapirayotgandik. Adashmasam 20 yoshdami Ulug'bek? Ulug'bek 19 gami kerak. 2005 yil emasmi? Bilmayman, vasha yoshda. Aytaylik mana 19-20 yosh deylik. Ya'ni har tomonlama
top 1% deydi, ya'ni 1% kiradigan zo'r bolalar u yoshgacha kutmaydi hamda. Ya'ni 26, 27, 28 yoshgacha kutmaydi-da. Misol uchun 18, aytaylik mana 20, 21 yoshda tayyor bo'lsa, 20, 21 yoshda uylanadi. U bola uylangan Ulug'bek. Ulug'bek uylangan, 19 yoshida uylandi. Yaqinda hamkasbi Muhriddin ham uylandi. Erta kunda uylanib olishdi, mayli endi. O'zlari biladi deb mendan so'radi. Yaqinda tanishim uylanish haqida nima maslahatlaringiz bor dedi. Uylanish haqida hamma aytilgan yomon gaplar to'g'ri ekan dedim. Aytadi, oilali hayot qiyin, oilasizlik undan qiyinroq. Haligi hardshipni o'zing tanlaysan deydi-yu. Ya'ni uylansangiz ham qiyin, uylanmasangiz ham qiyin. Uylansangiz muammolarni 2 kishi bo'lib hal qilasiz. 2 kishilik muammo. 1 kishiligingizda yo'q muammolarni. Albatta. Shu tomondan baribir uylangan yaxshi. Uylanish hayotda bir bilasizmi, Dragon Knight'da 11-leveldagi ultiga o'xshataman. Oldinlari endi eslasangiz 11-urinda Dragon Knight'da oltisini olmardi hech kim. Nimaga? Chunki 6-urindagi oltisi kuchliroq edi. Zahari. Endi hozirgi iterationlarda menimcha zaharni ham, olovni ham birga qo'shib yuborishdi. Shunga hamma olyapti. Uylanish ham shunga o'xshash, ya'ni baribir majbur olasizda 16-uringa chiqish uchun. 16-urin farzandli bo'lish. To'g'rimi? Albatta. Siz farzandli bo'lmoqchimisiz? Uylanishingiz kerak. Faqat har doim tortishadigan mavzuyim uylanishdagi turmushdan sizni expectationlaringizni adjust qilib olishingiz kerak, kutuvlaringizni. Eng katta meni shaxsiy, masalan, sotsiolog emasman, o'zi sotsiologiya ham bir mujmal fan aslida, u ham hech kim borib turib nimaga ajrashdingiz desa rostini aytib yorolmaydi-da ko'pchilik. Shunga u bizga berayotgan sabablari nimaga ajrimlar 30-40% ga ko'tarilib ketdi. Sketchida ishonmayman. Masalan, siz nimaga deb o'ylaysiz ajrimlar ko'payib ketganini? Xo'p, birinchi asosiy sababi odamlar islomiy ta'limotdan uzoqlashib ketganligi. Birinchi sababi. Ya'ni o'zini majburiyatlarini bilmaydi, ayol o'zini majburiyatlarini bilmaydi. Lekin ikkinchi tomondan talab qilaveradi. Misol uchun sen xotin sifatida shuni qilishing kerak deydi, o'zini sifatidagi majburiyatlarini bermaydi. Birinchi sabab shu deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekistondagi ajrimlarni sonini ko'payganligi. To'g'ri. Lekin islomiy ta'limot deyapsiz. Meni fikrimcha islomiy mas'uliyat va haqlar aslida insoniy mas'uliyat va haqlar deb o'ylayman. Ya'ni islomsiz ham qaraydigan bo'lsangiz, islom mana shunaqa qilish kerak desa, o'zi tabiatan shuni qilish kerak-da. Tarixiy, ya'ni tarixga nazar soladigan bo'lsangiz, qanaqa majburiyatlar nazarda tutyapsiz masalan? Oddiy masalan, nafaqa 90% odamlarning hayotida pashti unutilib ketganda. Ya'ni ayolga nafaqa berish kerak. Beradimi? Birinchi savol. Nafaqa berish tugul, ayolini pulini oilaviy budjetga qo'shadigan oilalar bor. Ya'ni ayoliga pul berish tugul, ayolni pulini olib qo'yadigan oilalar bor. O'ta ketgan pastkashlik. O'ta ketgan pastkashlik. O'ylayman birinchi narsasi shu. Ikkinchisi, ayoliga qilib berishi kerak bo'lgan narsalar. Misol uchun, nimani tayyorlab berish kerak o'zini ayoliga? Alohida turgani joy, alohida misol uchun, hop, o'zi uchun oshxona deylik, shart-sharoit deylik, shu narsalar. Ayoliga qiladigan yaxshi muomala. O'ylayman kimlardir bu mavzuni ekstrem oladi. Ya'ni ayolim, aytaylik mana islomiy oila quramiz, ayolim, ular uchun ayol shunday bo'lsaki, uydan chiqmasa faqat erni xizmatni qilsa. Anaqa spektrni birinchi tomonida. Spektrni ikkinchi tomonida o'ylayman, o'ta aytaylik Yevropalashgan.
Lekin o'rtadagi okey, ayolim shunaqa bo'lsin, unga shu narsalarga ruxsat beraman, mana bu narsalar meni bo'ynimdagi vazifalar, shu Masalan, narsani nimaga qilaman. ruxsat? Hop, ilm olishiga, Ilm olishiga. sport bilan shug'ullanishiga. Misol uchun o'zbekchilikni oladigan bo'lsak, aytaylik, yangi kelin sport bilan shug'ullanmoqchi. Ruxsat yo'q oilalarda. Nafaqat ruxsat yo'q, noto'g'ri qarash bilan qaraydi-da, bunga noto'g'ri ko'z bilan qaraydi. Nima qilaydi deydi. U ham odam, u ham sog'lig'ini tiklash kerak, u ham sog'lom bo'lishi kerak, u ham uzoqroq yashash kerak. Ayollarga sharoit bormi, ya'ni sport bilan shug'ullangani? Ha, sport zallar bor bir qator, faqat ayollar uchun mo'ljallangan. Shu sport zallar qonuniymi, qonuniy emasmi? Qonuniy deganda nimani nazarda tutyapsiz? Men eshitishim bo'yicha gender segregation mumkin emas deb eshitganman-da, ya'ni faqat ayollar uchun qanaqadir narsa ochish mumkin emas deb. Yo'q, noto'g'rimi? U narsa qonuniy emasligi menimcha ikkinchi darajali. Bu narsani qonundan tashqari odamlar o'zi xohlaydi deb o'ylayman. Misol uchun O'zbekistonda universal misol uchun zallar ham bor, ya'ni bir vaqtni o'zida Xohlasa shunga borsin. xohlasa shunga borsin. Lekin ayollar bor, faqatgina ayollar qatnaydigan zalga borishni xohlaydi. Men ham zalga boradigan bo'lsam, faqat erkak kishi bo'lishini xohlayman zalda. To'g'ri. Chunki hayolim bo'lishini yoki boshqa narsani xohlayman. Meni ham trenerim shu qizlar seksiyasiga ketib qolaverardi-da. Rosa alam qilardi. Qachon qaraman o'sha qizlarni oldida-da. Keling ustoz, biz bilan ham shug'ullaning ozgina. Albatta. Xo'p, shular asosan. Keyin eng asosiysi mana oilada muammo ko'p chiqadi-ku. Ko'p deganim haligi 1-2 haftada bir marta bo'lsa, bu normal holat deb o'ylayman. Agar 1-2 haftadan tezlashib ketsa, demak muammo bor. Hal qilish kerak. Agar 1-2 haftada muammo bo'lmasdan, muammo 1 oyda bir, 2 oyda bir bo'layotgan bo'lsa, demak unda ham muammo bor. Bir-biriga menimcha befarq. Muammo bo'lmayotgan bo'lsa. Muammo bo'lmayotgan bo'lsa. Muammo qilib turish kerak ekanda. Ayollar saqlab turibdi ekanda oilani. Albatta. Endi o'sha muammolarni hal qilishda o'zi misol uchun men ayol sifatida bilmadim, lekin er sifatida o'ylayman, agarda o'rtada muammo chiqdi deylik. Agarda u narsa ayolimni vazifasi bo'lmasa, odatda u narsaga xafa bo'lmayman. Ya'ni u narsani muammo sifatida ko'rmayman. Misol uchun nimalar ayollarni vazifasi deb qaraladi o'zbekchilikda, lekin o'z aslida vazifasi emas. Misol uchun uylar yig'ishtirilmagan bo'lsa, bu narsaga xafa bo'lishdan nafasi yo'q, chunki uni vazifasi emas. Ya'ni shu narsani qilish kerak deb turib konkret yozib qo'yilmagan. U o'zbekchilikda bor, ha. Misol uchun erga ovqat tayyorlab berish, kiyimlarini tayyor qilib qo'yish deylik. Shu narsalar. Yoki aytaylik, farzandini даже emizish ham ayol kishining vazifasida emas, 100%. Agar emizmayman desa, erni vazifasida qayerdan bo'lsa ham misol uchun sut topib kelib, farzandini to'ydirib olish. Endi ba'zi narsalar ayol kishining vazifasida, u narsaga xafa bo'lib, muammoni jiddiyroq qabul qilsa bo'ladi. Shu narsa ham ancha yechim bo'ladi. Muammolarni oldini olishga. Lekin ko'p oilalarda qanaqa kichkina minimal narsalarni deb ham katta urush janjallar chiqarishadi. Shu narsa ham o'ylayman diniy tushunchalarni to'g'rimasligida. Ko'rish kerak, qaysi majburiyatlar haqiqatda ularni, ya'ni ayol sifatida majburiyati, erkak kishi sifatida majburiyati qaysilari bo'lsa, o'sha zamonda talabi bo'lganda, ya'ni siz aytayotgan, hozir siz aytyapsiz, farzandini ovqatlantirish, eriga ovqat qilish. Qilsa yaxshi, ko'pincha qiladi. Lekin aytaylik ba'zan esidan chiqib qoldi. Yoki bugun charchaganda qila olmadi. Yo'q, tozalash borasida 100% gapingizga qo'shilaman. Men o'zim ham gapirib chiqdim. Har kuni ko'chani umuman haligi hech qanaqa to'lq ko'rmayapman-da men, odamlar nima deydidan boshqa. Hech qanaqa. To'g'risi, masalan, Kaliniyatda turish kerak, qiynalib harakat qilyapman. Nimani foydasi bor? Uyni har kuni ertalab
tozalashni. Oldindan qilib kelgan bo'lishimiz mumkin. Bu ya'ni o'zbek jamiyatini traditsiyasi bo'lishi mumkin. Lekin jamiyat sifatida biz katta narsalarga hali erishganimiz yo'q, чтобы mana shuni qilganimiz uchun biz muvaffaqiyatlimiz deyish uchun. Albatta. Qaytangi balki shuni deb biz rivojlanmayapmiz. To'g'rimi? Agarda har kuni ertalab ko'chani tozalashga ketkazadigan vaqtini kitob o'qishga ketkazganda yoki qanaqadir ilm, ko'nikmani o'rganganda ayollar, erkaklar ham bilmayman. Erkaklar odatda erinchoqroq bo'ladi. Universitetda ham eng yaxshi o'qiydiganlar qizlarda bizda. Shunaqa. Intiluvchanroq gender ayollar deb o'ylayman. Lekin shu traditsiya 100% men qo'shilmayman. Har kuni tozalash kerak. Ko'p tozalangan uylar ilmga uncha e'tibor bo'lmaydi deb o'ylayman. Pragmatik qaraydigan bo'lsangiz-da. Tozalanish kerak, lekin traditsiya qilib har kuni ertalab qilish kerakmi? Keyin men olima emasman. Qiziq mavzu ochilib qoldi. Asosiy narsa asl majburiyatlar nima oilada erkak kishiniki. Tarixiy jihatdan erkak kishi ko'chaga chiqqan, ovlagan, ovqat olib kelgan uyga. Ayol kishi uyda farzandlarini katta qilib, uyni nimasini what do you say like tartibini deydi. Shunaqa qilganda va bu tarixiy fakt. Bu bunaqa emas, unaqa emas deb turib ba'zi feministlar bor. Qattiqlik zo'rtishibdi shu feministlar. Manaqa bitta gap gapiraveradi, haligi yangi gap gapirmaydi. Ayolingiz orib qolsa nima qilasiz? Bir haligi tupoymi deyman odamlar. Tupoy odam. Odamning tupoyligini qanday bilsa bo'ladi, bilasizmi? Umumiy qanaqadir gap aytsangiz, u odam nima qiladi? Tupoy bo'lsa, istisno holatlarni sizga aytadi. Ha, bilamiz bu istisno holatlardir. Yangi narsa aytgan, mana tarixan, mana noto'g'ri aytyapman, to'g'ri aytyapman. Tarixan rollar shunaqa bo'lgan. Albatta. To'g'ri. Endi shu rollarga evolutionary psychology shu jihatdan kelib chiqib qarash kerak. Erkak kishini oilada o'rni nima? Ayol kishini xuddi shu jihatdan masalan marriage-ni tarixiy o'rni qanaqa edi va hozirgi marriage-ni o'rni nima? Umuman ikki xil olam. Oldin odamlar nimaga turmush qurgan, hozir nimaga turmush quryapti. Yaqinda American Center for Anthropological Research nima chiqardi? Research paper chiqardi. Oxirgi 200 yildan tashqari butun insoniyat tarixida turmush qurish yoki siyosiy yoki boshqa sabablarga ko'ra amalga oshirilgan ekan. U yerda nima yo'q, bilasizmi? Romantic love degan narsa yo'q. Endi hozir 100 ta qizni olib, 100 tasidan savol bering. Nimaga qarab uylanasiz? Qizlarga to'g'ri gapirmayman, o'g'il bolalarda ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak-ku. O'g'il bolalarda bo'lmayman, love'ga e'tibor berishmasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'g'il bolalar tabiatan qizlarga attracted bo'ladi-yu. Ularda lust kuchliroq bo'ladimi deyman-da, bilmayman. Qattiq yaxshi ko'rishyapmiz demoqchimisiz? Ha, chunki o'zi qattiq yaxshi ko'radi. O'g'il bolalar o'zi qizlarni tabiatan yaxshi ko'radi-da, to'g'rimi? Shunaqa. Shunga evolyutsiya jihatidan uyga borishimiz ham bor. Yo'q, chegaradan chiqmasdan gapiryapman, to'g'rimi? Albatta. Ya'ni nima demoqchiman? Shunga qarang, tabiatan qizlar chiroyli, o'g'il bolalar uchun chiroy muhim emas. Nima demoqchisiz? O'g'il bolalar uchun chiroy muhim emas. Tak. Nima demoqchiman? Prosta o'g'il bolalar menimcha 10% o'g'il bolalar handsome bo'lsa kerak deyman-da. Ha. 90% qizlar chiroyli. Albatta. 100% ham dey. In their own way. Yeah. To'g'ri. Shunga-da. Baxtimizga qizlar bizni chiroyimizga qaramaydi. Bo'lmasa chiroyimizga qaraganda xotinsiz qolib ketgan bo'lardik, to'g'rimi? Albatta. Men o'zimga 6 beraman-da hozir. Like I am like 6 out of 10. Bitta komediya kelib qoldi. Bir kun bittasi
ayoliga aytgan ekan, "Sen men ko'rgan eng chiroyli qizsan" debdi. Shunda ayoli qarab turib, "Siz ham men ko'rgan eng boy yigitsiz" degan ekan. Yana nima kerak, nima muhim deydi-yu. Albatta, bu menimcha undisputable narsa-da, tarixan ham shunaqa bo'lganda. Политический, siyosiy qaror bo'lgan bu narsa. Farzand ko'rishingiz kerak. Kelyatib Saidahror bilan poyezdda 3 soat tortishib keldik shu mavzuda. Qaysi mavzuda? Shu turmush, sevgi. Oxiri keyin yonimizda o'tirgan qariroq ayol bor ekan. "Ребята, 5 minut, пожалуйста, помолчите" deb berdi. Keyin joyimga o'tib ketdim. Bitta ayol kishi gapirdi, keyin hamma gapirib yubordi. Voy, bular nimcha ko'p gaplashadi. Xotini bilan ham muncha gaplashmasa kerak deb, to'g'ri? Shu gapingizga qo'shilaman. Men u bolaga aytyapman, sevgi nima deyapman o'zi. Sevgini tushunchasi nima? Men ishonamanki, agarda kutuvlarni to'g'ri qo'yadigan bo'lsak, menimcha razvodlar ancha kamaygan bo'lardi. Siz bitta sababini berdingizmi? Nechta berdingiz? Haq-huquqlarni bilmagandan dedingizmi? Asosiy sabab shundan deb o'ylayman. Misol uchun ayolga qo'l ko'tarish umuman yaxshi emas, to'g'ri emas narsa. Umuman. Lekin o'zbek nima deydi, traditsiyasida juda ko'p. Bormi shunaqalar? Bormi? Ayolini uradiganlar bormi? Shunaqa narsalarni eshitganman, endi aytishga uyalasiz kamerada. Rostdan aytishga uyalasiz. Ayol emas, umuman odamni urish o'zi nima-yu? It's not, to'g'rimi? Boshqa odamga qo'l ko'tarish. Bu eng yaqin odamingiz. Ustoz shogirdni ursa boshqa gapi. Corporal punishment. U ham mumkin emas shekilli, hozir videolarga chiqib. Yoningizda yotadigan odam u qani? Sohibul jamb deb Qur'onda keladi. Yoningizdagi odam. Eng yaxshilar ayolinglarga eng yaxshi bo'lganinglar. To'g'rimi? Lekin men tasavvur qila olmayman, masalan, boshqa odamga qo'l ko'tarmagan bo'lardim-da. Unless we are sparring, martial artsdan tashqari. And unless they are my students, right? Yeah, and unless they are my... If they are male. Nimaga siz ajratasizmi odamda? Faqat o'g'il bolalarni urasizmi? Yo'q, endi hazillashib aytyapman. Eng huquqli yo'qmi sizda gender ravensda? Ayollar har doim bitta uring tepada turadi. Bitta uring tepada. Ularga ehtirom banat. Qanaqangi odam bo'lish kerak ekan-da, ayoliga qo'l ko'targani. Shu narsalar ko'p, misol uchun ko'p oilalarning buzilishiga ham sabab bo'ladi. Ayolni urish o'ylayman, tasavvur qiling, bitta eshik, faqat uni kalit bilan ochilmaydi-da, buzib ochiladi. Bitta buzganingizdan keyin qaytib yopolmaysiz. Bu degani u eshik har doim ochiq turadi. Har doim qo'pol qilib aytsa, o'sha eshikni ochib kirishingizga to'g'ri keladi degan. Shuning uchun ham umuman birinchisini o'zida u eshikni ochmaslik kerak. Bu fizический urush, emotsionalniy ham ularga zarar yetkazsa bo'ladi. Ya'ni yaqinda post yozdim. Uydagi sharoit haqida. O'zbek xonadonlaridagi eng o'rni yo'q bir an'ana bu mehmonxonalar. Tushunmayman-da mehmonxonaning funksiyasini. 6 oyda bir ishlatamiz mehmonxonamizni. Uyimizdan chiroyli. Eng chiroyli xonamiz shu. Shu pulni, masalan, shu pulga kutubxona qursa bo'ladi. Chiroyli qilib, study room qilib. Cho'tki kitoblarni yig'ib qo'yib, o'sha yerga o'tiradigan, lightinglarda cho'tki qilib, 6 oyda bir ishlatiladigan zabardast haligi takoy mehmonxona qurib nima bor ekan deyman-da. Keyin v itogi nima bo'ladi? Uydagi ayolimizga ovqat qilish va uy ishlaridan boshqa hech qanaqa nima qolmayapti. Madaniy hordiq chiqarish uchun sharoit qolmayapti. Sharoit qilib beringlar. Sharoit qilib berishsin. O'zim ham qilib berganim yo'q hali. Kitoblar bor, faqat kutubxona joyi yo'q-da.
Endi Qilib berish kerak albatta, qo'ldan kelgancha. qo'ldan berish kerak. O'zi mendan ham shuni so'rashgan. Axirgi mendanmi, akamdanmi kutubxona qurib berishdi. O'zi podkastimizni nomi ham Kitobxon kundaligi. Oldinlari kanalingizda kitoblar haqida ko'p post yozardingiz ekan. Postlar ancha kamayib qolgan. Bu nimaga? Kitob o'qimay qo'ydingizmi yo post yozgani vaqtingiz yo'qmi? Uylandim. O'ylayman, avvallari publicdan, ya'ni odamlardan qanchadir e'tibor kutardim deb o'ylayman. Hozir shunaqa pointga kelganman, odamlardan e'tibor yoki ulardan keladigan qandaydir like'lar yoki kommentlar, bu narsalarga ehtiyoj sezmayman deb o'ylayman. Shuning uchun ham agar nimadir yozmoqchi bo'lsam, avvalambor o'zim uchun yozaman, keyin ularga foydali deb bilsamgina undan keyin yozaman. Ya'ni like uchun yoki prosmotr uchun kontent chiqarmay qo'yganman. Shu narsa bitta sabab deb o'ylayman. Kitoblarchi? Kitoblar haliyam o'qiymiz. Avval o'ylardim, kitoblarni soni muhimroq edi. Bu yil shuncha kitob o'qidim, o'tgan yil shuncha o'qiganman deb yurish muhimroq edi. Hozir avval o'qigan kitoblarimni qaytadan o'qish qiziq. Ya'ni avval nima olardim, hozir nima oldim. Bu kitobda o'qigan narsalarimni hayotimda tatbiq qilyapmanmi o'zi? Hozir shunaqaroq pointdamiz. Qaysi kitoblarni qayta o'qiysiz? Mariyani o'qiyman odatda. Qachonki iymon darajam Mariya? pastligini his qilsam. Kim u? Kitobdagi qahramon. Kitobdagi qahramonni ismi. Avtori adashmasam Omina, u yog'i kimdir edi. She's something. I cannot. Men ham o'qimayman. Tilimni uchida turibdi, Shunaqa. lekin Yo, men ham ayta olmayman uni ismini. Imomning maneken qizini yozgan, Mingboshining qizi degan. turk yozuvchisi. Turk yozuvchisi. Shunaqa. Xo'p, shu kitobni qayta o'qiyman. Biznesga oid kitoblarni o'qiyman. Shunaqa. Qaysi? Misol uchun, E-Myth yaxshi. E-Myth Revisited. Yes, Revisited. Shu zo'r. O'qib turib har safar nimadir olsa bo'ladigan kitob. To'g'ri, klassika. Klassik shu kitob zo'r. Shunga o'xshagan kitoblar ko'p. Har xil holatga qarab o'qisa bo'ladi. Leaders Eat Last'ni ham qayta o'qiganman. Kitob o'qish ko'pchilikda, lekin xo'ja ko'rsin uchun qilinadimi? Ko'pchilik yoshlarda deb o'ylayman. Ko'pchilik yoshlarda, ya'ni odamlarni e'tibori kerak bo'lgan vaqtda shunaqa qilinadi deb o'ylayman. Maqtanish uchun, kameraga men 500 ta kitob o'qiganman deb. Shunaqada. O'zi ma'lumot qabul qilishni oladigan bo'lsangiz yoki YouTube podkastlardan olish mumkin, yoki suhbatdan olasiz, yoki kitoblardan olasiz. Va o'ylayman, kitoblar eng samarali vositasi deb o'ylayman. Lekin faqatgina kitob o'qib turib, u narsani hayotida tatbiq qilmasa ham uni foydasi bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri. Ya'ni ham ilm olinishi, ham ularni hayotingizdagi tatbiqi bir xil bo'lishi kerak deb o'ylayman. Shundagina foydasi tegadi. O'zi ilmni tatbiq qilmaydiganlar haqida Qur'onda ham eshakka solishtirilganda, eshak orqasiga kitob qo'yib qo'ysangiz nima foyda uni? Ko'tarib yuraveradi, lekin foydasi yo'q. Nima foyda? O'zi ko'p kitoblarda ham lekin foydasi ham yo'q-da. 90% kitoblarning. Qaysi kitoblar masalan? 90% kitob. 90% kitoblar. Mana sizni kanalingizda ko'rib qoldim. Bu oldin o'qigan ekansiz. Men ham yaqinda o'qidim. To'g'risi kitob kimdir podarka bersa rosa yomon ko'raman, chunki bilmaydi qanaqa kitob berishni. O'sha bitta o'rtog'imiz qaysi kitob? Uyingiz jannatga aylansin degan kitobni beruvdi. O'qib, "Voy, shu ham kitob bo'ldimi?" deb turib rosa achinganman vaqtimga. Sizni blogingizdagi kitob 5 языков любви degan, 5 languages of love degan. 5 languages of love. Bu ham bir romantik vaqtimdagi kitoblar, uylanishdan oldin o'qigan kitoblar. U vaqtda qiziq edi. Bir foydali narsa olasizmikan deb o'qiydi-da odam. To'g'risi, umuman foyda olmaysiz. Romanlarda ham shu. Romanda yagona foyda mazza qilasiz. To'g'rimi? Roman o'qib turib,
wow deysizda, sizga bu emotional high beradi, lekin hayotingizga practically qanaqadir foyda keltirmaydi baribir. Ozgina bo'lsa ham subconsciously o'zgartirsa kerak odamni. Endi uning uchun qaysi tomonga o'zgartiradi? Subconsciously sizni yomon tomonga o'zgartirsa, baribir net benefiti bo'lmaydi-da. Kitobni o'zi ham to'g'ri bo'lishi kerak. Uni yozgan odam normalniy, masalan, Kafkani hozir Instagramda juda nima qilishadi, idolize qilishadi. O'zim ham ko'p tsitировать qilaman. Hozirgi Telegram storiesim ham Kafkaniki. Balki ozgina ko'proq uxlasam, bu muammolar yo'qolib qolar deydi-yu. Metamorphosisda. Trial kitobi. Juda ham ko'p iqtiboslari bor Instagramda. Kafkani o'zini ko'rsangiz, absurdist, ya'ni Kafka. Hayotda ma'no topolmagan, hayotda ma'no yo'q degan baxtsiz odamda endi. O'zi faqat baxtsizlar menimcha zo'r yozsa kerak, to'g'rimi? Qaddan chiqibding. To'g'ri. Men shu fursatdan foydalanib Dostoyevskiyni tashlab ketgan barcha ayollarga rahmatimni aytmoqchiman. Chunki agarda uni tashlab ketmaganda hozir bizda Idiot da Oydin tunlar shu kitoblarni yozmagan bo'lardi. Gold, pure gold da. Yeah. Ayniqsa o'sha The White Knights'dagi uni yozgan gaplari You are better than him, but I love him more, deydi-yu. Ya'ni u qiz uni ayollari tashlab ketmaganda Dostoyevskiy bu kitoblarni yozmagan bo'lardi va biz shuncha ajoyib asarlardan quruq qolgan bo'lardik. No baram takoy foydasi yo'q deb o'ylayman. 90% odamlarga, chunki ko'nikmasi yo'q hech qanaqa bir normalniy sohani egallamagan, o'zini sohasini ham hattoki egallamagan, lekin bor bo'sh vaqtini 2-3 soatlab kitob o'qishga sarflab o'tiradi. I see. Boya aytdim sizga, kitoblar ham kitob bilan kitobning farqi bor-ku. O'ziga yoqadigan, o'zi qiziqadigan janrini topish uchun, lekin har sohadan bittadan o'qib ko'rish kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Sizga eng yoqadigan janrlar qaysi? Diniy kitoblar yoqadi. Biznesga oid kitoblar yoqadi. Endi romanlar deyarli o'qimayman. Oxirgi marta o'qiganim, agar roman hisoblansa, Qo'rqma degan kitobni o'qidim. Roman hisoblanadimi yo'qmi, unisini bilmadim. Shu bo'yi shu tipdagi kitoblarni qaytib o'qimadim. Asosan o'qib biron narsa oson bo'ladigan, biron narsa o'rgansam bo'ladigan kitoblarni o'qiyapman. Utilitarian podxod ekanda sizda. Foyda keltirsa o'qiyman. Kitob sotib olishni yaxshi ko'raman. Sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. Odamlar tushunmaydi shuni. Kitob sotib olish bilan kitob o'qish ikki xil hobbi. Albatta. To'g'rimi? 20 ta kitob olganman $200 ga oxirgi 3-4 oy ichida. Undan 3 tasini o'qidim xolosda. Uyda turibdi. Shunaqa, o'qish boshqa, sotib olish boshqa deydi. Sotib olishni gashti boshqa. To'g'rimi? Yangi kitob keladi, uni deb ko'rasiz, rasmga olib tashlaysiz, odamlarning ko'zini kuydirib. Har holda kitob sotib olsangiz, kitob o'qimaganingiz uchun qiynalasiz. Shu qiynalish nisbatan pasayadi deb o'ylayman. Hech bo'lmasa shu kitoblarni sotib oldim. Sotib oldim. No, kutubxona qursam, balki bo'shash kerak-da. Hayot ishlashdan iborat bo'lib qoldi asosan. Ishlashdan iborat bo'lib qoldi. 9 to 5 slavery bo'lib qoldi. Nimaga? Ko'pchilikda shunaqa. Faqat ishlashda. Nimaga ishlashni slavery deb atasiz? Nimaga uni qullik deb atasiz? Chunki inson tabiatiga qarshi-da. Nimaga inson tabiatiga qarshi? Hozir o'zingiz aytdingiz-ku, erkaklar o'qigan, oilani ta'minlagan. O'qigan, 2-3 kunda bir marta o'qigan, shu ovqatini yeb, keyin bo'sh bo'lishgan. Va o'ylayman, shu bilan birgalikda umrini oxirigacha o'qigan. To'g'ri. Ya'ni umrini oxirigacha ishlagan. To'g'ri. Endi uni muddati farq qilishi mumkin. Muddati katta farq qiladi-da. Muddati katta farq qiladi. Keyin oldinlar odamlar survival uchun ishlashgan, ya'ni tirik qolish uchun.
Biz Hozir tirik qolish kriteriyasini уже bajarib bo'ldik-da. Bizga masalan hayot endi balki bizga deb over generalize qilayotgan bo'lishim mumkin. Ba'zi oilalarda ishlamasa bankrot bo'lish ehtimoli katta. Ko'p oilalarda. 90%. Lekin nimaga? Chunki material talablari oshib ketgan. Agarda material talablarini, ya'ni moddiy xohishlarini ozgina tone down, ozgina pasaytirganda edi, hayoti ancha go'zallashardi. Nimaga oshib ketgan? Nimaga? O'zbekchilik deb o'ylayman. O'zbekchilikni toksik an'analardan biri. Misol uchun mashina olishing kerak, uyni ko'tarishing kerak, qo'shninikidan balandroq qilib. Yaxshi to'y qilishimiz kerak. Bo'ldi, shu 3 ta katta orzusi bor-da. Ko'p o'zbeklarni. Mashina, uy, to'y. Hamma yoqda mana shu zabardast takoy qilish kerak-da. Mana shu Kierkegaardni gapi bor. Erkak kishi bo'lish uchun deydi, sen jamiyatni betray qilishing kerak. Ya'ni jamiyatni betray nima bo'ladi? Jamiyat standart deb bilgan narsalarni qilmasliging kerak deylik. Betray sotishmi? Jamiyatga xiyonat deylik. Jamiyatga xiyonat qilishing kerak deydi. Haqiqiy erkak bo'lish uchun erkak kishi jamiyatga xiyonat qilish kerak. Va bu narsani men farzandli bo'lganimda bilganman. O'g'limni raddomdan olib chiqish kerak. Endi akam bilasizmi bilmaysizmi, BYD da ishlaydi. Mashinalarga aksiyasi bor-da, chiroyli katta mashinalarga. Katta mashina bilan kelyapti. Alloh rozi bo'lsin. O'zi mashinani olib kelib berganiga ham bo'lmasa necha yuz dollar pul to'lash kerak unga, to'g'rimi? O'g'limizni olib chiqyapmiz-da, o'zimga o'zim savol beryapman. Shu narsa kerakmi deyapman-da. Gul bilan bor, chiroyli qilib kutib ol. Gul понятно, ayol kishi qiynaldi. Ayol kishiga gul bersangiz, ko'ngli ko'tariladi. Mashinani beza. Lekin mashina menimcha o'sha paytda o'yladimda, hozir meni mayli, Xudoga shukr, men qiynalmadim. Birinchidan akam bor, ikkinchidan akam bo'lmasa ham uni to'lasam katta ziyon bo'lmadi-da. Boshqa odamlarni o'ylasam bo'lmaydimi deyapman-da. Boshqa odamlar chunki u mashinani ko'rdi. Ular nima qiladi endi? Ular ham oladi siqor. Ular ham meni ko'rib shu narsani perpetuate qilyapman-da. Ya'ni haqiqiy erkak bo'lmoqchi bo'lsang, sen jamiyatni chetga surib qo'yib, o'zing kallangni ishlatishing kerak-da. Sen qilayotgan ishlarni consequence nimalari, asoratlarini o'ylash kerak-da. Nimalar kiradi deb o'ylaysiz bunga? Ya'ni jamiyat qaysi tomonlama jamiyatga xiyonat qilishingiz kerak? Mana hozir bitta misol. To'ylarda ikkinchi misol. Masalan, Patolarda uchinchi misol. 40 kun odam kuzatib, nimaga eshikni ochib qo'yapti? Chunki odamlar kelyapti. Eshikni yopib qo'ysa nima bo'ladi? Kelmaydi. To'g'rimi? Qaytib ketaveradi. Lekin, kechalar o'lim bo'lgan buni uyda eshikni bekitib qo'yibdi. Shu ham shu to'g'ri keladimi o'zbekchiligiga deydi. Lekin oldingi salafus solihlar uyida pato bo'lib qolsa, bir kishi kiyimini o'zgartirib chiqsa, unga tanbeh berishgan. Men o'yladim, sen chiroyli sabr qilasan deb o'yladim deb. Nimaga? Kiyimini o'zgartirganiga. Bizda ataylab chorsu, do'ppi nimalar kiyib turib, shunaqa qilib 3 kun, 1 hafta, 40 bo'ldi, duo, uyingda duo qilib qo'yaver. Allohim gunohlarini kechirgin, qabrini keng qilgin, yetib boraveradi-yu. U odamlar bu yoqqa kelib Qur'on tushirib ketishi shart emas-u. Albatta. Va ko'p qaysi an'anada bizda odamlar nima deydi degan faktor yo'q. Hammasida bor. Yana nimalar eng avjiga chiqqan va to'xtatilishi kerak bo'lgan narsalar? Host menmanmi, sizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? To'yda rosa ko'p mebel kim qilish kerak? Hop, kelin tomonidan qanaqa sarpolar olinishi kerak? Nimalar kelishi kerak kelin tomonidan?
kelin to'ydan keyin bir xil ko'ylakda 2 marta chiqmasligi kerak. Bir kunda 2 marta kiyim alishtirilishi kerak. To'ydan keyin mehmon kuzatish kerak. Haftalab mehmon kuzatish kerak. Lekin xohlagan kelindan so'rang-da, shu narsa yoqadimi senga? Misol uchun kelin bo'lib tushding, kuniga ertalabdan kechgacha mehmon kuzatsangiz, hammasi yo'q deydi. Lekin davom etaveradi. Xo'p, kelin salom. Kelinni hammani oldiga olib chiqib, aytaylik, to'y qilish, misol uchun sahnalik deb o'ylayman. Andijonda 100 oshdi. 100 oshdi. Avvalgiga qaraganda ancha yaxshi, Allohga Yaxshi shukr, bo'lib qoldi, ancha yaxshi. Xudoga shukr. Avvalgiga o'xshab 2 kun ertalabdan kechgacha to'y qil, har doim 2-3 Ovqat mahal toshi. ovqat toshi, boshqa narsalar ancha kamaygan deb o'ylayman. Lekin hali ham ko'p. Misol uchun to'yni o'ziga shuncha toksik, nima deydi, zararli odatlarimiz bor. Nimaga ham to'g'ri kelmayapti-da, Ulug'bek aka, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan traditsiyalarda. Erkak kishi ayolga nima uchun pul beradi? Ular sarpo uchun pul beradi. Unaqa Yeah. bermay qo'yaver. To'g'ri. Albatta. Endi u erkak kishini o'ziga individualniy baribir ham o'zi o'tirib savol berish kerak-da. Shundagina o'sha Kierkegaard aytgandek, this is the only way to achieve manhood. The crowd is untruth. The crowd is untruth. Mob mentality bo'lmasligi kerak-da. O'zbekchasi nima endi unda? Men tushunaman. Endi tarjima qilolmaganligim uchun ingliz tilida aytyapman-da. O'zi eshitayotganlar hamma bilsa kerak, ingliz tili bir 10-15 yildan keyin Normaga aylanadi. hamma ingliz tilida gapiradigan bo'lib qolsa kerak. To'g'rimi? Hozir ham hech kim udivlyatsiya qilmayapti. Ingliz tilini bilasanmi? Bilasan, normal holat. 2025-yil siz uchun qanaqa yil bo'ldi? Zo'r yil. Nolimayman, yaxshi yil. Faqat yoshim 30ga yaqinlashyapti. 28ga kirdim. Nechaga kirgansan desa 29ga deydi-yu. Qachon desa o'tgan yil. Yagona haligi xafa bo'ladigan faktor shu bo'lyapti deb o'ylayman. Ya'ni 30ga qarab yaqinlashyapti yoshim. Yaqinlashgan sari nisbatan qo'rqyapman. Ya'ni o'limga yaqinlashayotgandekman. Umrimni yarmi o'tib ketdi-yu, qilishim mumkin bo'lgan narsalarni qilmaganligimdan nima deydi, dissatisfaction bor. Ozginaligi xursand bo'lmaslik bor. Shu yagona negativ O'zingizdan faktor. o'zingiz qoniqmayapsiz. Qoniqmaslik bor o'zimdan o'zim. Ya'ni Vaholanki sizni holatingiz 99% o'zbeklardan yaxshiroq. Hozirgi 99. achievement. balki yaxshiroqdir. Ularga taqqoslamayman. O'zimga taqqoslasam, misol uchun nimalar qila olishim mumkin edi menga berilgan aql, zakovat, menga berilgan imkoniyatlar bilan. Betga chiqqan bo'lsangiz. Nech foizini ishlata olyapman? Nech foizini ishlata olmadim. Ishlatganimda qaysi darajaga yetgan bo'lardim? Qancha odamga yordam bera olgan bo'lardim? Qancha odamlarni hayotini o'zgartira olgan bo'lardim? Va shu narsalarni qilmaganligimdan yoki qila olmaganligimdan shulardan ozgina regret bo'ladi. 2026-yilga qanaqa mindset bilan, ya'ni qanaqa dunyoqarash bilan kiryapsiz? Chunki hech kim 2026-yil meni yilim bo'ladi deganini ko'rmadim. Hamma qo'rqib qoldi shekilli. Yagona o'ylayotgan narsam bolaligimni saqlab qolmoqchiman. Yaqinda qo'shdim, Telegramdagi profilimga ham nomlarni biriga prosta kid deb yozib qo'ydim, ya'ni bola deb. O'sha bolaligimni saqlab qolmoqchiman. Aktiv bo'lmoqchiman fiziki, sog'ligimni to'g'rilamoqchiman va yangi narsalar o'rganishda davom etmoqchiman. Har xil narsalar. Oxirgi vaqtlarda har xil aktivitelarni qo'shdim. Umr bo'yi qilib ko'rmagan narsalarimni qildim. Nima qildingiz? Menga bu narsa yoqadi. Futbol o'ynadim. Futbol o'ynadingiz. Wow. 10 yil o'ynamaganman. Futbol o'ynashni boshladim. Futbol o'ynayapmiz. Mendan ko'ra nubi yo'q. Stadionni qarashadida uzatganda bitta men turibman. Darvoza ochiq.
Shunda ham o'zlari tepishni ma'qul ko'radigan holat. Tushunaman sizni. Ot minishni boshladim. Wow. Ot minishdan ham ko'ra ko'proq ot choptirishni boshladim. Ya'ni minish boshqa ekan, uni choptirib maksimum tezlikda minish boshqa ekan. U ham o'zgacha bir taassurot bo'ldi. Bugun skuter minib ko'rdim. Wow. Lekin yo'lda buzilib qoldi. Buzilib qoldi. Yo'lda buzilib qoldi afsuski. Shunga o'xshagan narsalar, ya'ni har xil aktivitelar sinab ko'rib, o'sha bolaligimni saqlab qolmoqchiman. O'ylayman, o'sha bolaligimni yo'qotgan paytimdan boshlab rostdan ham o'lishni boshlayman deb o'ylayman. Shuncha iloji boricha uni cho'zmoqchiman-ku. Ya'ni o'ylayman 60-70 ga kirganda ham sog'lom, birovga ehtiyojim tushmaydigan. Nafaqat birovlarga, balki dorilarga ham ehtiyojim tushmaydigan holatda yashashni xohlayman. Shuning uchun ham shu kelajagimga tayyorlanmoqchiman. Men bu personal hayot tomonlama, biznes tomonlama chuqurroq kirmoqchiman. Chunki yoshim 28 da bo'lsa, yoshim o'tgani sayin bir narsa ayon bo'lyapti. Hozirgacha erishganlarim yetarli. Bundan buyog'iga yangi narsalar qilishimga hojat yo'q degan fikrni sizga o'tkazadigan bosimi kuchayib boraveradi ekan. Shuning uchun bu o'sha menga berilayotgan bosim kuchaymasdan oldin nimalardir qilishga harakat qilmoqchiman. Ya'ni biznes tomonlama. Ya'ni vaqti kelib turib, bo'ldi, shuncha paytgacha erishganlarim menga yetadi degan fikrga borib qolmaslik uchun fokusimni ishga bermoqchiman. Shunaqa. The purpose of life is to be defeated by greater and greater things. Deydi-yu. Shunaqa. Qancha rankingiz oshgan sari shuncha win rate ham tushib ketadi-da. Shunga sizni win rate'ingiz balandda. I see. Okay, I see joke. Ukam aytayapti, sizni win rate'ingiz osha past ekan, koeffitsient krutosти. 2.5mi shunaqada meniki? Hozir emas-u, o'tgan sezonda. 2.7 edi. Ukam aytayapti, akam bor, akam ham Dota o'ynaydi. Akamniki 4 deb berdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas dedim. Tushunmadim-da, nima qanday qilib 4 bo'lishi mumkin win rate. Koeffitsient krutosти. Qarasiz 2000 PTS'dami? Shunaqa ekan. Men o'zim ham PTS'im tushib ketgandan keyin, ya'ni urovni past odamlar bilan o'ynayapman-da, dominate qilyapman-da. Invoker 20.0, Ursa 20.0, Phantom Assassin 20.0. Keyin meniki ham 3.7mi shunaqa bo'lib ketdi. Tushundim. Demak, qancha kuchliroq raqiblarga qarshi o'ynasangiz, shuncha ko'proq yutqizasiz ekan. Ya'ni siz yutqizmayapsizmi hayotda? U degani siz kuchsiz, zaif raqiblar tanlagansiz. Shunaqa. To'g'rimi? Andijonda eng siz yoqtiradigan kafe deylik. Men yoqtiradigan kafe. Avvalambor, shaxsan o'zim yoqtiradiganim yo'q. Chunki ovqatlanishga jiddiy qaramayman. Jiddiy qaramayman degani, men uchun ovqatlanish shunchaki ovqatlanish. Ya'ni sog'lom bo'lish kerak, qornimni to'ydirish kerak. Yoqilg'i. Bo'ldi. Ya'ni ovqatlanish uchun, misol uchun odamlar boradi, kilometrlab bosib, qaysidir joylarga. U narsani xushlamayman. Nimadir menga muhim bo'lsa, sog'lomligi muhim, qornimni to'ydirishligi muhim va borayotgan odamim muhim. Ya'ni kim bilan ovqatlanmoqchiman. Aytishim mumkin, oilaviy borsa bo'ladigan yaxshi restoranlar bor. Misol uchun Laziz shulardan bittasi, juda ham yaxshi restoran. Endi oilaviy borish uchun. Endi shaxsan o'zingizga qaysi biri ma'qul, qaysi biri eng yaxshi desangiz, unga aniq bitta javobim yo'q. Ecofishga kirganmisiz? Kirganman. Ecofishdagi farel yoki luboy balig'ini oling, mangalda pishgan bo'lsa, Albatta. eng foydali ovqat ham shu bo'lsa kerak deb o'ylayman Andijonda. Bir haftada bir yeb turish kerak. Lekin qimmat. Qimmat. Uyga olish kerak mangal. Uyda ovqat qilib turmaysizmi? Yo'q. Bizda traditsiya bor. Har juma yoki uydagilarni tashqariga olib chiqamiz. Ayollarni, umuman oilaviy tashqarida ovqatlanamiz yoki bo'lmasa uyga dostavka qilamiz. Ya'ni ayollarni bir kun day off bo'ladi ekan. Bir kun day off bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham o'zini qadrlanganlik hissi bo'ladi. Zo'r.
ozgina bo'lsa ham, ha, men haliyam ayolman. Mani bu uydagilar qadrlashadi ozgina bo'lsa ham Wow, deyishadi. wow. Standartlarni oshirib beryapsiz-da. Bo'lishi kerak albatta. Bolalarga, yoshlarga qanaqa maslahat berasiz? Ya'ni o'ziga soliha ayol izlayotgan yigitlarga, chunki qizlarga hozir maslahat bersak bizdan qabul qilishmaydi baribir. O'zi bir dona tavsiya bor. O'sha o'zingiz izlayotgan ayolga mos er bo'ling. Bo'ldi, o'shanaqasini topasiz. Menda 26 yoshimda uylanganman-da. 26 yoshimgacha harakat qilganman ertaroq oila qurishga, lekin nimagadir o'xshamagan. Hamma bilan har xil sababga ko'ra. Va hozir ayta olaman, ha, o'sha o'xshamaganligi to'g'ri ekan. O'zimga eng mos, eng munosib, eng to'g'ri keladigan va umrimni oxirigacha butun umrimni birga o'tkazsam ham afsus qilmaydigan odam Mashalloh. to'g'ri kelgan ekan deyman. O'tgacha ko'rmasa kerak ayollaringiz. Ko'rsa kerak. Teaserga qo'shib qo'yamizmi? Yaxshi. O'zi shunaqa, Kierkegaard aytgan, life can only be understood looking backwards, Albatta. but it must be lived. Looking forwards, albatta. Nimagaligini bilmaysiz, lekin yaxshi niyat qilganingiz yaxshi. Misol uchun, Toshkentga kecha kelyapman. Samolyot book qildim, lekin yukim ko'p bo'lmaganligi uchun qo'shimcha yuk qo'shimcha yuk zakaz qilmadim. Va samolyotga chiqsam, ba'zi bir narsalarni o'tkazishmas ekan. Misol uchun, prelez, yana bir ikkita narsalar, ya'ni yonib ketish xavfi bo'lgan narsalarni o'tkazishmas ekan. Va ustiga ustak pasportim qolib ketibdi. Uyda. Borsam aeroportga, telefonimda OneGo bor edi. Shu orqali pasportimni ko'rsatsam, shu orqali hammasi o'taveradi dedi. U vaqtgacha men dadam chaqirib qo'ydim. Ya'ni pasportimni olib kelib bering, ya'ni qolib ketib qolmaydi. Va borsam 3 ta narsamni o'tkazmadi. O'sha vaqtda pasportim qolib ketganidan xafa bo'ldim. U yerga borib qarasam, ba'zi bir narsalarim uyga qaytish kerak edi ekan. Chunki ularni yangi bozordan sotib oldim. Chunki uyga qaytarib berib yormasam, tashlab yuborishimga to'g'ri keladi. Ya'ni pasportimni qolib ketganligi yaxshi narsa bo'lgan ekan. U narsani samolyotga chiqibgina tushundim-da. Ya'ni u vaqtgacha o'ylashingiz mumkin, wow, pasport qolib ketish yomon narsa yoki nima deydi, yomon holat deyishingiz mumkin. Hozir siz aytganingizdek, faqatgina haligi o'tmishga qarab, nimaga sodir bo'lganligini tushunsangiz bo'ladi. Shunaqa. Everything happens for a reason. Albatta, yomon ko'rinishi mumkin, lekin holatga qaraydigan bo'lsangiz, sizga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaxshi, eng to'g'ri narsa shu bo'ladi. O'quv markaz boshlamasdan oldin mebel biznes boshlaganman. Ya'ni spanli garnitur qilib, bozorga olib chiqib sotganmiz-da. O'sha vaqtda umuman knowledge yo'q holatda boshlaganman. Sayt juda qiziqish baland, boshlasa bo'ladimi deb. Shunda ikkita usta bilan boshlaganmiz. Ya'ni ular seximizda ularni yasashadi va men ularni bozorga olib chiqib turib sotaman. Sezondan oldin boshladik. Hamma narsa zo'r ketdi. Va sezon tugagandan keyin, ya'ni to'y sezon oxiriga yetib kelgandan keyin ishlar o'tirib qolishni boshladi. Shunaqa holatga borib yetdiki, men ishga olgan ustalarimni ushlab qolish uchun ularga oyligidan ko'ra ko'proq pul berishimga to'g'ri keldi. Lekin ishlar sotilmayapti. Va qishni o'rtasida sexni vaqtinchalik yopishimizga to'g'ri keldi. Va nima bo'ldiki, seximizdagi narsalarimni hammasini o'g'irlatib qo'ydim. Uydagilar bilmaydi. O'sha vaqtda o'yladim, wow, ishga qanchadir pul bilan kirding, nafaqat foyda qilmading, balki tikkan hamma pulingni bitkіздing. Gone. Ya'ni mendagi qolgan yagona narsa o'sha uskunalar edi. Shular ham o'g'irlanib ketdi. O'sha vaqtda juda ham yomon nima deydi, holat deb o'ylaganman. Lekin yillar o'tib turib o'sha holatga qaraymanda, ha, menga sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaxshi, eng to'g'ri
men uchun eng ideal holat shu narsalarni o'g'irlanishi, shu narsalarni yutkazishimidikan deb turib aytaman. Nimaga desangiz, hozir o'quv markazidaman va o'quv markazidan tashqari boshqa o'quv markazlarini mebelli narsalarni tayyorlab beramanda. Ya'ni misol uchun parta, stul, shkaf, boshqa hamma narsasini, ya'ni mebeldan qilinadigan hamma narsasini O'qitingiz bor. opit bor. Hozir o'sha vaqtda qancha zarar qilgan bo'lsam, shu opitni evaziga, shu tajribani evaziga, mebelni tushunishim evaziga yo'qotgan summamni o'ylayman bir 10 baravar bilan qaytarib oldim deb o'ylayman. Mashalloh, zo'r. Ya'ni o'sha narsalarni yo'qotishim ham men uchun yaxshi tavsiya edi ekan. Yo'qotishim o'zi aslida yaxshi edi ekan, to'g'ri aytaman. Ya'ni holatlar yomon bo'lib tuyulishi mumkin shu vaqtda. Biz ham sizdan olamizmi mebelni? Supernova o'quv markaziga ham rasmiy Sizlarni o'quv markazlariga ham biz qilib berganmiz. rasmiy ta'minlaydigan kompaniya Proper ekanda. Zo'r. Bitta mavzu qoldi, u mavzuni keyingi podkastga olib qo'ymoqchiman. Bu bo'lsa farzand tarbiyasi. Qiziq mavzu. Chunki hozir menimcha endi o'yinni boshi. Faqat planlar bor, rejalar bor. Bir tangible qanaqadir natija yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q bormi? Hali farzandlarimiz yosh-ku. Endi yiqilishni boshlayapti. Endi albatta endi yiqilishni boshlab, endi o'rganayotgan vaqt. Ularning ustida hali hozir eksperiment o'tkazyapmiz. Rezultatlari haqida ozgina keyinroq gaplashsak. Keyingi podkast, keyingi sonlarda. Farzandlar haqida, farzand tarbiyasi haqida tavsiya berishga ozgina yoshmiz deb o'ylayman. Hali urinimiz yetmaydi-ya. PTSga. Ya'ni podkast davomida Dota haqida ko'p referenslar ketdi. Dota bilan tugatamiz. Bu yerda qizlar podkastni ko'rmay qo'ysa bo'laveradi. Chunki tushunishmaydi baribir ham. Umuman kompyuter o'yinlari haqida gaplashsak bo'ladi. Kerakmi? 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 O'ynash kerakmi? Menimcha o'ynamasam yaxshiroq bo'lardi. Tarixdan. Ya'ni ko'p vaqt olib qo'ydi-da baribir ham. To'g'rimi? Sizdan ham ko'p vaqt olsa kerak. O'ylayman limitni limitni bilaman desam ham, bilmayman desam ham xato kelib chiqyapti. Xo'p, limitni bilaman deb o'ylayman. Qanaqasiga? Ba'zi 5 ta ketma-ket loss. Ba'zi vaqtdan keyin qachondir to'xtayman. Va limitni bilmayman deb o'ylayman. Biron narsaga kirsam, chuqur kirib ketib qolaman. Ya'ni hamma narsani unutib, o'sha narsani ichiga if I am in, I'm all in deydi-yu, xuddi shunaqa bor fokusim bilan kiraman. Shu sifatli ham yaxshi, ham yomon deb o'ylayman. Yagona foydali tomoni men uchun shaxsan menga o'zimga bo'lgan ishonchni ancha oshirib bergan Dota. Chunki confidence transfer degan narsa bor. Siz bitta sohani zo'r egallasangiz, o'sha sohadagi sizga o'zingizga bo'lgan ishonchingiz boshqa sohalarga ham o'tadi. Albatta. Ingliz tilini zo'r o'rgandingiz, boshqa tilni ham bemalol zo'r o'rganib ketaverasiz. Chunki sizda opit bor, tajriba bor. Dotadan oldin meni hech qanaqa yutug'im yo'q edi-da. Dotadan kuchayib A-rankka chiqqanimdan keyin boshqa sohalarda ham o'zimga bo'lgan ishonch oshganda. Foydalari bor kompyuter o'ynashni. Birinchisi tanish orttirishga ham yordam beradi. Misol uchun odamlar bilan o'g'il bolalarning hayotida networking muhimda juda ham. Sizni hamma bilan networking tomonlama ulamagan taqdirda ham siz bilan qiziqishi bir xil odamlar bilan networking tomonlama ulaydi-da. Ya'ni sizlarda bitta mavzu bo'ladi, har doim suhbatlashishingiz mumkin bo'lgan, har doim gaplashishingiz mumkin bo'lgan. Shu tufayli ham qanaqadir turdagi o'yinlar bo'lgani yomon emas deb o'ylayman. Bond yaqinlashtiradi sizni. Yaqinlashtiradi albatta. Endi ularga mukkasidan ketib hayotini tashlab qo'yish juda yomon deb o'ylayman. Ba'zi bir odamlarni bilaman, shu darajada mukkasidan ketgan va natijada o'zini hayotini qurish esdan chiqib qolgan. Ya'ni o'rganadigan vaqtda o'rganmagan, ilm oladigan vaqtda ilm olmagan. Tasavvur qiling, o'yin o'ynaydi, bo'ldi. Hayoti shundan iborat. O'ta katta professional gamer bo'lsa-chi? Professional gamer bo'lmasa-chi?
Ya'ni siz Ko'pchilik aytayotgan professional gamer emasda, to'g'rimi? siz aytayotgan professional gamer 1% odamlar 1% xolosda, odamlar shu. qolgan 99%chi. Ya'ni Shunchaki umrini umrini shunga zoye beradida, Da. keyin bo'yniga mas'uliyat olish vaqti kelganda unda qiynalishadi. Da. Xo'p, shuning uchun ham balansni ushlashsa yaxshi deb o'ylayman. Ozgina o'yin o'ynagan yaxshimi yoki umuman o'yin o'ynamagan yaxshimi? Ya'ni Newcastledan kirib ketish 100% yomon. Endi odam baribir nimagadir qiziqishi kerakda, ya'ni hobbilari. Sana agarda faraz qiling siz o'yin o'ynashga emas, judoga qiziqqaningizga menimcha net foydasi balandroq bo'lardi, chem o'yin o'ynagandan ko'ra. Lekin o'yinda ham ko'p holatlarda, masalan, taslim bo'lmaslik, strategiya, shu narsalarni o'rgatadi-da o'yin ham. Qaysidir Miyani rivojlantiradi. miyani rivojlantiradi. Qaysidir podcastda eshitdim. Miya xirurglari O'yin o'ynasa O'yin o'ynasa 25% kamroq xato qiladi. 25% kamroq xato qiladi deb Da. eshitdim. Elon Musk dedim. aytgandi. Joe Roganga. Da, Joe Rogan bilan podcastda. Da. Wow deydigan katta podcastda. foydada, katta foyda. O'zi ko'proq ham yashaydi ekanda o'g'il bolalar. Meni boya aytdingiz-ku, suhbat qilgani ham mavzu bo'ladi deb turib, o'sha oshnam bor, yaqin gruppadoshim, magistraturada o'qiydi hozir Islom akademiyasida. 40 minut gaplashibmiz-da telefonda. IC Cup haqida. Oxirgi o'yinlarimiz haqida. Keyin xotinim nima deb qo'yadi? Wow, I wish I knew how to play Dota deb qo'yadi. Aytmaysizmi? Not difficult To learn? Not difficult to learn, but difficult to forget deb. Oh, yeah. Difficult to give up. Shunaqa. Yeah. Qaniydi men ham Dota o'ynashni bilganimda. Eng yoqtirgan geroyingiz qaysi? Dota'da. Eng yoqtirgani endi eng yoqtirilgani yo'q. Asosan Liboyda qiziqib o'ynab ketaveraman. Eng kuchli keroy kim? Eng kuchligimi? 1-1 emas, 5-5 da. Void deb o'ylayman. 5-5 da. Void. Void xato qilib qo'yish ehtimoli kattaroq emasmi? Masalan, Phantom Assassinlardan ko'ra. Sherigingizni kupolga solib qo'yasiz. Shunisi bilan ham qiziqda. Shu riskovaniyda. Albatta. 1-1 da, no questions. Brawl Stars degan o'yin bor-ku. O'shani o'ynaganimda O'zbekiston bo'yicha top 100 talik dedimda, 2-3 ta geroy bo'yicha. Nickname'im Dark Terror edi. Shunchalik Voidga muhabbat qo'yganmanki, lekin o'ta mas'uliyatli geroyda. Albatta. O'ta mas'uliyatli geroy. Yoki o'yinni yutuq tomonga 100% buradigan yoki yutqizish tomonga 100% buradigan. O'rta yo'q-da. Albatta. Mordred menga ko'proq yoqadi. Voiddan ko'ra Mordredda kupolini to'lishini kutish shart emasda. Любой payt Mordred tayyorda. Albatta. BKBingiz bo'lsa, masalan. To'g'rimi? Do'stim aytardi, hazillashib Dota haqida. Dota xotindan vafodor narsa. Xotin ketsa ketadiki, Dota ketmaydi. Shunaqa. Hozir Hozir shunaqa. To'g'ri. Shu yerda to'xtatib umid qilaman. Yaxshi. Ulug'bek aka, rahmat katta kelganingiz uchun. Demak, farzandlar tarbiyasi mavzusi, shaxmat haqida umuman gaplashganimiz yo'q. Ko'p mavzular qolib ketdi. Da, bularni hammasini to'plab, xudo xolasa, o'ylamadim bunchadagi biz nima deydi, imkonmand narsalarimiz ko'p deb. Keyingi podkastlarda xudo xolasa ko'rishib, Inshaalloh. suhbatni davom ettiramiz. Kelganingiz uchun katta rahmat. Thank you, brother. Thank you very much.